Nuraz hech qanaqa chet elda o'qimagan, hech qanaqa qilmagan, o'zimizni jaydari, o'zbek bolasi. Masalan, o'zim vazirga yozganman, u aytgan, sizga hozir aloqaga chiqishyapti. Raqam texnologiya vazirligi shunaqa deydi. Hozir shuncha ko'p odam yoshlikdan o'zi aylasayapti, o'zi shu aylash qiyin narsa emas. Ko'pchilik top universitetlar haqida eshitishni, o'rganishni, bilishni Garvarddan boshlaydi. Biz pastdan tepaga chiqmadik-da, tepadan pastga tushyapmiz. Chicago bilan Garvardlarning leveli почти bir xil. Nega mamlakatlar tanazzulga uchraydi degan kitob hozir O'zbekiston marketlarida ham ancha mashhur. O'sha professor adashmasam Chicagoda dars beradi. Nobel mukofotlari eng ko'p chiqadigan universitetlardan bittasi. Sizlarni raqobatchilarni o'zini sun'iy intellekt yo'qotib beryapti-da. Agar umuman vaqtini isrof qilmasdan harakat qilsa, dunyoda ixtiyoriy narsaga erishish mumkin. Birinchi navbatda shu ota-onam sababi to'liqligicha menga ishonishdida. Ishonch juda katta narsa. To'liqligicha menga ishonib, "Sen qila olasan", ya'ni menga o'zi mashinani ruling deb bo'ladi-yu, berib qo'yishdi, ya'ni ishonishdi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun xudo xolasa Unlock podcastining epizodini keyingisini olamiz. Ancha bo'ldi olmaganimizga, почти уже 1 yil desa ham bo'ladi. Olmaganimizga podkastda orada qanaqadir har xil videolar chiqardik, lekin endi podkastlarimizni doimiy chiqarib borishga harakat qilamiz. Xo'p, biz o'zi birinchi podkastimizni oddiy o'zimizni sentrni xonasida olgan bo'lsak, ba'zi vaqtlar o'sha coworking zonalar xonasida olgan bo'lsak, bugun xudo xolasa podkastimizni studiyada olyapmiz. Bugungi mehmonimiz Nuraziz So'ngboyev. Nuraz haqida ozgina ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, Nurazda hozir bizada University of Chicago, ya'ni o'sha Quest ranking bo'yicha dunyodagi 13-o'rinda turadigan University of Chicago kirish juda ham qiyin. O'zbeklar o'zi umuman oldin bormagan ham yo'ga. Kirish juda ham qiyin bo'lgan universitetda bizada demak full ride, ya'ni 420,000 scholarship olib 4 yil davomida o'qiydi. Va undan tashqari ham juda ko'p universitetlarga qabul qilingan va nafaqat bu yil Nurazda birinchi topshirish yili emas, gap yerda o'zi topshiryapti. Ya'ni bir marta o'zi reject olib, hamma joydan bormasdan keyingi yil topshirib, o'zi full ride olyapti va bu story hammaga qiziq bo'lishi mumkin. Nuraz hech qanaqa chet elda o'qimagan, hech qanaqa qilmagan, o'zimizni jaydari, o'zbek bolasi. Bugun xudo xolasa Nurazda polniy storiesi bilan nima qilgan, qaydan kelgan, qaysi maktabda o'qigan, nimalarga qiziqqan, Chicagoga qanaqa kirgan va Chicagodan tashqari bizada Oberlin, Minerva, Hobart and Williamson Smith College va unga o'xshagan hali ko'p case'lar bor. O'shalar haqida bugun butunlay gaplashamiz. Nuraz, yaxshimisiz? Charchayapsiz? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Rahmat, chaqirganingizga xursandman. O'zi Esit Tashkent bilan ancha yaqinmiz. Shu birinchi Esit tayyorlanayotgan paytlarim ham Esit Tashkentda o'qiganman. Xudo xolasa gaplashamiz. Bo'ldi. Xo'p, Nuraz, bizning o'sha podkastimizda asosiy maqsad statistikalardan uzoqlashgan holatda, ya'ni SAT, IELTS, bu narsalar haqida ham gapirib o'tib ketamiz, lekin u narsalarga chuqur to'xtalmaymizda. Nimaga to'xtalamiz? O'zi top universitetga kirish uchun, shunaqa $420,000 grant yutish uchun o'zi hayotda qarash qanaqa bo'lish kerak, o'qishga nisbatan, atrofdagilarga nisbatan maqsadlarni qanaqa qo'yish kerak. Umuman olganda, ya'ni bitta siz IELTS bilan SATs bu joyga olib kirib qo'ymaganda yoki maktabingiz bu joyga olib borib qo'ymagan, bu yoqda sizni hayotga qanaqa qarashingiz, maqsadlarni qanaqa qo'yishingiz hammasi jamlashib bitta bo'lgan. O'shaning uchun bemalol samimiy suhbat bo'ladi. Umuman hech qanaqadir nima desa bo'ladi, senzura yoki boshqa narsa yo'q. Biz ham qo'limizdan kelgancha sizni profilingizni ochib, ko'rib turgan odamlarga foydali bo'ladigan qilib harakat qilamiz. Xo'p. Demak, bizada boshladik unda. Xo'p. Birinchi e'tibor beradigan narsamiz bu baribir hamma narsani boshlanishi maktabdan boshlanadi. Ya'ni siz ham qachondir 5-sinf, qachondir 4-sinf, qachondir 3-sinf bo'lgansiz. Umuman olganda o'sha qaysi maktabda o'qigansiz, maktab davrlaringiz qanaqa bo'lgan, qaysi maktabda o'qib, qaysi maktabga o'tgansiz, o'sha narsalar haqida bitta gapirib gaplashaylikchi. O'zi maktab mavzusi menda juda bir adventures bo'lgan, juda ko'p maktabda o'qiganman. Boshida 7-sinfgacha public school o'qiganman, 299-maktab, uyim oldidagi. Va o'sha yil umuman o'z tarixdan oladigan bo'lsak, 5-sinfgacha sport bilan shug'ullanardim. Barba bilan. O'sha niyatim o'sha paytda faqatgina musobaqalarga chiqish bo'lgan. Keyin qo'limni o'sha joydan sindirganman musobaqalardan bittasida. Keyin o'zidan o'zi majbur bo'lganman qanaqadir mavzu o'qishga, qanaqadir subjekt o'qishga. Va adam matematik professorlari, Milliy universitetida matematik professori bo'lgani uchun o'zidan o'zi shu uydagi muhit tufayli matematika fanini tanlaganman. Va o'zi 5-sinf oxiri, 6-sinf boshlaridan uydagilar meni abituriyent
eshitgan bo'lsangiz, tayyorlanishadi 10-11 sinflar DTMga tayyorlanishadi. O'sha guruhga qo'shib qo'yishgan. O'sha oldingi sinfligimda o'sha 10-11 sinflar bilan o'qirdim. Samarqand to'plami o'zi bilsanglar kerak. Shu to'liq matematikani ochib bergan. O'sha 5-6-sinfdan boshlab Samarqand to'plamiga borish boshlaganman, lekin o'sha paytlari o'zi hech kim hali mani potensialimni bilmagan, sababi oddiy sportdan chiqqan qanaqadir bola bo'lgan edim. Birinchi o'sha o'zim tomonidan, ustozlarim hamma tomonidan bilgan musobaqa bu Qo'qon olimpiadasi bo'lgan. O'sha 7-sinf noyabr edi, birinchi bosqichi bo'lgan payti, adashmasam, maktab bosqichida bo'lgan. Endi Qo'qon olimpiadasi birinchi o'ringa mashina beriladi-da. Men o'sha payt kutmaganman, maktab bosqichidan ham даже o'ta olaman. Men o'ylamagandim, shu maktab bosqichidan yiqilaman deb o'ylaganim, mani o'tkazishgan. Hayron qolganman. Keyin tuman bosqichiga borganman, Shayxontohur. Toshkentda eng katta tumanlardan bittasi. Shayxontohur tumanida ham qarasam, yutdim, birinchi o'rin oldim. U o'sha men hayron qolish boshladim, uydagilar ham hayron. Bo'ldi, uydagilar ham o'zi men ham omadim kelib qoldi deb o'ylayapmiz. Chunki hali hech qanaqa isbot yo'q, meni matematika bilishimni hech kim bilmaydi. Keyin Toshkent shahar bosqichi bo'ldi, 3-bosqich. Toshkent shahar ham yutdim-da. Ya'ni Toshkent shahar eng qiyin bitta matematika an'ulardan bittasi. Shuni ham yutyapman, o'zi hayronman. Endi bitta o'zim Qo'qon olimpiadasiga borishim kerak, Qo'qonga. O'sha Qo'qon universitetida bo'lgan edi. U Toshkent o'sha shahrida yutganimdan keyin Qo'qonga bordim. Hech qanaqa ota-onamsiz, ustozsiz. Chunki payti ustozlarim ham yo'q edi. Public school o'zim o'qiganman. Va o'sha Qo'qon olimpiadasining birinchi kunida yozma ishdan eng katta balo olganman. Ya'ni u musobaqaga prezident maktabidan kelgan bolalar, Al-Xorazmiydan kelgan bolalar. Eng kuchli bolalar qatnashayotgan joyda men public schooldan kelib yozma ishda eng katta balo olganman. O'sha paytda o'zi shokka tushib qoldim. Qanaqa unaqa bo'ldi. Lekin sog'liqqa qarasam, menga hammasi oson tuyulyapti. Qiyin tuyulmayapti. O'sha birinchi bo'lib o'zi aslida sal kamroq balo olganman, keyin bitta o'zim borib apellyatsiyaga borganman. O'sha Umid Rahmonov degan odam. O'sha paytda Uzmas community'ga qaraydilar. Shularga o'zim 7-sinf bola bo'lib turib, yosh bola bo'lib turib borganman apellyatsiyaga. Va apellyatsiyani qabul qilishgan. Keyin o'sha kechqurun 1-2 da yotoqxonaga qaytib kelganman, apellyatsiyadan qaytib, o'zi ertasi kuni 7 da 8 da test bo'lish kerak. O'zi miyam o'zi nima bo'lgan qabul qilmayapti. O'zi oldindan testni ham yomon ko'rardim, multiple choice question'ni, sababi men ko'proq tezlikka emas, sifatga ishlab o'rganganman-da. Keyin o'sha test boshqasi sal kam olib qo'yib, umumiy 4-o'rin olganman. O'sha 1-o'rin mashina oldi, o'sha o'zim o'rtog'im. Yig'laganman o'sha payti. Kuchim yetardi hozir, agar yutganimda juda ko'p narsa o'zgarardi deb o'ylaganman. Ancha yig'laganman, o'sha katta arena bo'lgan Qo'qonda, adashmasam. Lekin o'shandan keyin hamma narsa boshlangan, Xudoga shukr. Undan keyin ota-onam, ustozlarim hamma menga e'tibor berishni boshlashgan. Ya'ni bu nimadir qilsa, chiqib talanti bor, odam bo'ladi degan ma'noda. Keyin o'sha yildan keyin juda ko'p narsa boshlanib ketgan. O'sha yili GP2 degan loyihani yutganman. GP2 degan loyiha 2 yil davomida eng O'zbekistondagi top ustozlar tomonidan IMO va IOA olimpiadalariga tayyorlaydigan programma qanaqa $17,000 umumiy bahosi. O'shani full rate olganman, ya'ni to'liq qoplab berishgan. Qoshidagi 1 oyi o'sha 4 yulduzli mehmonxonada bo'lgan, Profi Inn degan. Keyin ba'zi bir sabablarga ko'ra ustozimizni o'zimiz o'quv markazida borib tayyorlanganmiz. Ustozlar Farhod Haydarov va Jasurbek Imomov bo'lgan. Shu ko'p matematika tayyorlab yurganlar o'zi tanishadi. Va 2 yil o'sha tayyorlanganman, lekin o'sha yillari o'zi juda ko'p narsalarga, masalan, men adashmasam 8-sinf boshida Ulug'bek yoshlar olimpiadasi, xalqaro olimpiadasi, 5 boshqa olimpiadada yutganman. Toshkent xalqaro olimpiadasi. O'sha yil Uzmiya oromgoh bo'lgan, yoshlar oromgohida, ayni olimpiyistlar uchun oromgoh. Unga borib kelganman. Keyin o'sha yili prezident maktabiga ham topshirmoqchi edim, lekin o'zi yoshim o'tib ketgan ekan. Yoshim o'tib ketgani uchun topshira olmaganman. Keyin Mirzo Ulug'bek maktabiga topshirganman, kirganman. Keyin Mirzo Ulug'bek maktabida o'sha 8-sinflarda o'qib yurardim. Va umumiy o'zi maktab to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, o'sha 8-sinfda Mirzo Ulug'bek, 9-sinfda Sodiq schoolga to'liq grant yutganman. Sababi Mirzo Ulug'bekda asosiy fokus fizikaga qaratilgan edi. Meni o'zimning ambitsiyalarim, boshqa narsam fizikaga bog'liq emas edi. O'shaning uchun kelishga majbur bo'lib Sodiq schoolga borganman. Va Sodiq schoolda 1 yil to'liq grantda o'qib, keyin Sirojiddinov akademik litseyga borganman. Sababi Sirojiddinov akademik litseyi olimpiadaga nisbatan ko'proq e'tibor qaratilardi. O'shaning uchun 2 yil o'sha yerda o'qib bitirdim. Sirojiddinov akademik litseyi. O'rtada endi ancha olimpiadalar bor, uni keyinchalik gaplashib o'tsak bo'ladi. Bo'ldi. Shunda birinchi public schoolda o'qigansiz. Undan oldin shu sport bilan shug'ullanisingizga
kutilmagan narsalar bo'lganda keyin sportdan chiqib ketib polностью matematikaga o'zingizni bag'ishlagansiz. Qiziqqansizda o'zi matematikaga uydagilar jo'natib ko'rgan, test qilib ko'rgan, sizni ko'raylik qanaqa bo'lar ekan degan o'xshab ketgan. Keyin endi mana shu yerda juda muhim bitta narsa gapirdingiz hozir. Masalan, o'zi college admissionsda bilsangiz maktab o'rni juda katta. Ya'ni qanaqa maktabdan kelishingiz balki baribir qayerga kirishingizni primerno oldindan aytadi. Chunki masalan siz yaxshiroq maktabdan kelsangiz, u maktabga ko'proq ishonch bo'ladi top universitetlar tarafidan. Siz uncha ko'p savol ostiga tutishmaydi, ishonishadi, ya'ni sizga. Sizdan o'sha maktablarni o'zgartirayotgan vaqtingizda o'zingiz qaror qilgansizmi yoki qanaqadir uydagilar qaror qilganmi? Masalan, biz hozir ko'rib turganlar ham aytaylik, qanaqa maktabni o'zgartirish kerakmi? Qanaqa maktabga borish kerak? O'sha narsalar haqida gaplashaylikchi. To'g'risini aytaman, o'zi 10-sinfgacha universitet haqida umuman o'ylamaganman. Faqatgina o'zim yaxshi ko'rgan, passionate bo'lgan narsalarni qilib yurganman. Agar menimcha universitet haqida bilganimda, maktabni bunchalik o'zgartirmas edim. To'g'risi bu xalaq beradi. Sababi keyinchalik universitet topshirayotganda transkriptni har bitta maktabdan olishingiz kerak. Keyin baholar joyi bor. Endi menda baho olimpiadaga qatnashganim uchun osonroq kechgan, to'liq baho olishim. Lekin aslida maktab ko'p o'zgartirish xalaq beradi. Aynan o'zgartirish jarayoni endi bu olimpiada o'zim yo'nalishlarimga bog'liq. O'zi 9-sinfgacha ham to'liq fokusim matematika bo'lgan, lekin o'sha davomida boshqa narsalarga ham ko'p qiziqardim-da. IT sohasiga juda ko'p qiziqardim. O'sha 7-sinfligimda o'zi 1 million o'zbek dasturchisidan ikkita track tugatganman. Full stack track va front end trackini tugatganman. Android trackini ham tugatmoqchi bo'lganim faqat kompyuterni ko'tarmagan. O'sha uning uchun katta bitta dasturlarni o'tkazib olish kerak bo'lgan, kompyuterni ko'tarmaganim uchun. Keyin o'sha 7-sinfligimda masalan Khan Academy'da animatsiyalar yaratishni, aynan Python kutubxonalari bilan yana o'sha yillarda Rabakan-test loyihasiga qo'shilganman. O'sha menimcha 7-sinfim oxiri edi. Aynan task author bo'lib qo'shilganman. Birinchi bo'lib Rabakan-test loyihasiga mass contest initiative olib kirganman. Ya'ni matematikani informatikaga bog'lasak nima bo'ladi degan narsani olib kirganman. O'zi Rabakan-test loyihasi bu algoritmlash platformasi. O'zi asosiy ma'no loyiham ham shu bo'lgan, universitet topshirguncha. Umumiy tushuntirib o'taman. Hozirga qadar 187 mingdan ortiq foydalanuvchimiz bor. Va Raqam texnologiya vazirligi va raqamli ta'lim vazirliklari bilan kollaboratsiya qilganmiz. Ya'ni olimpiada bo'ladigan ixtiyoriy olimpiada aynan bizning platformada bo'ladi. Informatika olimpiadasi. Va o'sha paytda men umuman aloqam yo'q edi Rabakan-testga. Lekin o'sha 7-sinfligimda task author sifatida qo'shildim. Keyin algoritm ekspert bo'ldim. Hozirga qarab masalan loyiha boshqaruvchisiman, project managerman. Va o'sha yillari faqatgina matematika emas edi meni passionate bo'lgan narsam, ya'ni boshqa narsalarga building, ya'ni qurishga qiziqardim-da. Chunki hozir juda bundan ham sun'iy intellekt kirib kelyapti, juda kattarib ketdi. Даже o'sha paytda o'zida ham juda ko'p narsa qilsa bo'lardi, masalan Python dasturlashtiruvchilar bilan, boshqa narsalar bilan. Va o'sha 9-sinfligimda ancha olimpiadaga qatnashdim. Men Eron geometriya olimpiadasiga terma jamoaga kirdim. Ulug'bek shahar olimpiadasini yutdim, aytib o'tgan edim. Toshkent xalqaro olimpiadasini yutdim. Va o'sha yili adashmasam 9-sinfligimda Toshkent shahar olimpiadasida ham 2-o'rin oldim. O'sha yili terma jamoaga kira olmaganim uchun juda ko'p odam bilan gaplashdim. Nima qilay? Matematikani davom ettiraymi yoki to'liq fokusimni informatikaga qaratib boshlayveraymi degan gap bo'ldi. Juda ko'p ustozlar bilan gaplashdim, o'zim qaror qildim. O'zim ham shu haqda o'yladim. Keyin oxiri informatikaga, ya'ni fokus informatikaga qaratishni reja qilib turganimda o'sha admission haqida qanaqadir juda ko'p odam gapirishni boshladi. Sen universitet topshirishing kerak, hozirdan boshla degan. O'sha o'rtadagi 9-sinf dekabrdan 10-sinf boshigacha bo'lgan vaziyat menda juda ikkilanish paydo bo'ldi. Ya'ni ko'p narsaga fokus bera olmadim. Bu tarafda proyektlarim, bu tarafda yana universitet qilishim kerak, olimpiadaga ham fokus bera olmayapman. Bu o'rtada asosan proyektlar qildim, har xil. Menimcha o'sha yillar edi Share Projectga asos solganimiz. Ya'ni Share Project bu underprivileged studentlarni bepulga SAT Wireless darslarini o'qitganmiz 2000 dan ortiq o'quvchiga. Va social mediada 3000 dan ortiq foydalanuvchi obunachimiz bo'lgan. Bunga aslida o'zi men keyinchalik co-founder sifatida qo'shilganman. Boshida o'sha Azizbek Garurtlar buni asos solishgan bo'lgan. Keyin o'sha qiziqib, shunaqa qilsak yana buni davom ettirsak nima bo'ladi deganman. Sababi o'sha paytlar to'xtab qolgan edi loyiha. Va 10-sinfda yana
kimdirlar gapirishdi, uydagilardan gap bo'ldi. Olimpiadada qatnashishing kerak, yutmasang bo'lmaydi degan gap bo'ldi-da. Informatika foni fokusimni yana informatikaga qaratish qaror qildim. O'sha yilning o'zida 10-sinfligimda IOI xalqaro olimpiadasi top 8talik kirdim final bosqichida. Lekin terma jamoaga yana kira olmadim 10-sinfda. Sababi 4 ta odam terma jamoaga kirardi, top 4. Lekin mana shu ISXO 2024 olimpiadasiga, APO 2024 olimpiadalariga terma jamoaga kirdim. Aytgancha mana shu ISXO olimpiadasiga 2023-yil matematika bo'yicha ham qatnashganman. Ya'ni 2023-yil matematika va 2024 informatikadan qatnashgan o'zi birinchi o'zbekman. Ya'ni ko'p odam o'zi bunaqa qilmaydi-da. Ya'ni fokus bittami, oxirigacha boradi. Menda yarimi matematika, yarimi informatika bo'lib qolgan. O'sha payt yana bitta narsa bo'ldi. 8talik kirganimda aynan ESIT Toshkentga kelib yurardim. Sababi hali ham esimda, abitgacha ham IOI treyning bo'lardi. Davlat tomonidan o'tkazilardi. Abitdan keyin Shahriston metroga ESIT Toshkentga borardim. Ya'ni bu o'rtoqlarim abitdan keyin yana informatikaga shug'ullanishardi. Men keyin ESIT Toshkentga borardim. Bir tomondan bu yaxshi bo'lgan, hozir mana o'rni bilinyapti. Bir tomondan yomon bo'lgan. Nimaga desam, o'sha yili ECTdan 1480 olganman. Lekin men dizayn skorim 1550 dan plyus edi. Terma jamoaga kira olmaganman. Ya'ni bu ham mediocre darajada bo'lgan, bu ham 8talik bo'lgan. Endi boshqa proyektlarim ham to'liq fokus bera olmaganman. O'sha payt Share Project, Robocantis loyihalari bo'lgan. Ya'ni fokus bo'linishi menga juda ko'p kuzatilgan, fokus bo'linishi. Va o'sha yillari fokus bo'ldi. Keyin 10-sinfdan keyin yana har xil programmalarga qatnashganman. Sun'iy intellekt, Nexus AI, New York Academy of Science ga qatnashganman. Va sun'iy intellekt bo'yicha polni fokusimni bermoqchi bo'lganimda o'zi admission cycle kelib qolgan. O'sha payt oktyabr edi, 11-sinf endi boshlaganimda litseyda, 2-kurs. Esi yosh bilmayman. Hattoki men SAT olib keyin IELTS topshirganman, umuman tayyorlanmasdan. Task 1, task 2 umrimda menimcha ko'pi bilan 3 marta yozgan bo'lsam kerak. Ya'ni esi yosh yomon ko'rardim, faqatgina qanaqa dasturlashtirishlarni nimadir qurish yosh ko'rardim. Keyin essay pand bergan, aynan o'sha yili meni red flaglarimdan bittasi o'sha essay yoza olmaganim bo'lgan. O'sha sabab bo'lgan va yana bitta narsa bo'lgan. Endi admission tushmaganman-da. Extracurricular listlarni to'ldirayotganda hourlarni qo'shib chiqsa, bir kundan oshib ketgan, ya'ni. Red flag-da bu. Buni odamlar ko'rishadi. Rekomendatsiya xatlarda muammo bo'lgan, school domenlarida. 1 yil shunchaki ketgan. O'zi rejalarimda ham to'g'ridan-to'g'ri menimcha ketish yo'q edi. Sababi 1 yil tayyorlanib olishim kerak edi bu universitetga. 1 yil tayyorlanishim kerak edi. Ya'ni o'zim xohlagan narsam bo'ldi. Va eng men o'zim to'g'ri qilganman deb o'ylagan narsa, o'tgan yili umuman Ivy ga top universitet MIT, Chicago, Stanfordga topshirmaganman. Birinchidan o'zim underestimate qilganman. Ikkinchidan overestimate qilganman. Nimaga? Sababi faqatgina liberal artlarga topshirganman. Men o'ylaganman, shu topshirsam meni qabul qiladi deb o'ylaganman. Shuncha narsa qildim. Liberallar 100% qabul qiladi deganman, lekin o'sha yili hamma rejectionlarni birikta endi acceptance bo'lgan. O'sha Duke-Kunshan University boshqa universitetidan, American University Beirut. Lekin overall rejectionlar bo'lgan asosan. Va bu yili aynan maktab bitirdim, olimpiadam yo'q. Ya'ni fokusim faqatgina 3 narsa edi. Startup, essay yozish va o'zim proyektim. Sun'iy intellekt bo'lgan. Shu 3ta fokus bo'lgani uchun menimcha successful bo'ldi. Bo'ldi. U admissions tarafini hozir hali gaplashamiz. Hozir o'sha maktab tarafiga o'tadigan bo'lsa, shunda siz hozir umumiy olganda maktablarni almashtirmaslikni maslahat berasizmi bizga, bolalarga? Agar sizga experience'dan kelib chiqib, agar public school bo'lsa, iloji boricha almashtirsin yaxshiroq maktabga. Babi bu agar extracurricular yoki honordan juda katta narsa qilmagan bo'lsangiz, babi rol o'ynaydi. Sababi masalan prezident maktablarida A level bor. Boshqa masalan Al-Xorazmiy, Mirzo-Ulug'bek kabi maktablarda school counselor yaxshi ishlaydi. Sizga maslahat bera oladi, universitetga maslahat beradi, rekomendatsiya xatlarni ham yaxshi berish mumkin. Public schoolda birinchidan universitetlar agar juda kuchli bo'lmasangiz, yaxshi qabul qilishmaydi, to'g'ri ko'rishmaydi, ishonishmaydi to'g'rirog'i. Ya'ni bu qilganmi yoki rostdanmi bilmaydi, ikkilanish bo'ladi. Ikkinchidan o'sha school counselor muammosi ham bu katta muammo. O'zingiz hamma narsani yarashtirishga to'g'ri kelib qoladi. Iloji boricha top schoolga o'tib olgan yaxshi. Agar kech bo'ladigan bo'lsa, muammosi yo'q. Bitta maktabda qolib, extracurricularga fokus berish kerak. Tushundim. Maktab nimaga qarab tanlash kerak? Men masalan public schoolda o'qiyman. Shu boraman, bolalar bor, darslar ham bo'ladi, aytaylik
Toshkentda ham, viloyatlarda ham почти bir xilda darslar bo'ladi. Bolalar baribir unaqa tanlab olinganlar emas, asosiy hamma har xil maqsadi bor, o'shanaqa. Men примерно 8-sinfman. Qanaqa 9-sinfgacha kutishim kerakmi yoki umumiy olganda maktab nimaga qarab tanlashim kerak, bormoqchi bo'lgan maktabimni. Masalan, ba'zi bir private schoollar bor, ya'ni xususiy maktablar baribir oyiga 3 milliondan примерно 5-6 milliongacha turadi. Va u xususiy maktablardan universitetga kirganlar ham bor. Masalan, Sodiq school bor bizada, CIC bor, Millat umidi maktabi. Yoki shunga o'xshagan maktablar bor. O'shalarga o'sha pul berib o'qishga arziydim o'zi. Masalan, men public schoolda o'qiydigan bolani kezidan nima maslahat bergan bo'larsiz? Qanaqa maktab tanlash kerak? Bu to'g'risi passionga borib taqaladi. Masalan, men har doim o'zi 8-sinf, 7-sinflarga bitta maslahat beraman. Bitta narsani tanlash kerakda, o'shanda iloji boricha eng zo'ri bo'lib qolish kerak. Masalan, men aytaman, 5 ta fan bor: biologiya, fizika, matematika, informatika va ximiya. Agar shu beshalasidan bittasiga qiziqsangiz, polni shunga fokus beringda, olimpiadadan yuting deyman. Agar masalan bularga uncha qiziqmaydigan bo'lsa, ekonomika bo'lishi mumkin. Ekonomikada olimpiada qatnashib yuting. Agar biznesga qiziqsangiz, o'zingiz startap biza qiling deyman. Ya'ni yoshlikdan bitta qiziqqan narsasini tanlab, oxirigacha o'sha bilan borish kerak. Maktab tanlash bo'yicha shunga e'tibor berish kerak. Masalan, Al-Xorazmiy, Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek maktablari yo'nalishga bog'liq. Masalan, Mirzo Ulug'bekka fizikaga qiziqsangiz borsangiz bo'ladi. Hozir Ibn Sino masalan eng zo'ri ximiya biologiyada. Al-Xorazmiy IT, matematikada zo'r. Xususiy maktablarga keladigan bo'lsak, o'zim 1 yil o'qiganman Sodiq schoolda, bo'lmeni bilaman o'sha farqlarini. Muhit yaxshi, baribir hamma harakat qilayotgan bo'ladi. Agar imkoningiz bo'lsa, masalan, qanchadir grant yutsangiz, borgan yaxshi, lekin umumiy olib qaraganda sizni variantlaringizga qarash kerak. Masalan, bitta variant 5,5 million to'lab private schoolda o'qish yokida o'sha 5,5 millionni to'g'ri yo'lda ishlatib, ekstrakurrikularingizni juda kuchaytirib olish imkoni bo'lishi mumkin. Ya'ni ikkita yo'l bor-da, masalan, agar tekinga o'qiydigan bo'lsa, 100% maslahat beraman, sababi muhit yaxshi o'tdi. Ustozlar bor. Variantlar bor, o'zingiz o'ylab ko'rishingiz kerak bunga. Shunga bolaga masalan baribir public schoolda bo'ladigan bo'lsa, yaxshiroq muhitga harakat qilish kerak. Muhitdan masalan maktabni aytaylik, uni bolalar qayerga kirganligi emas, asosan o'ziga o'sha bola qiziqqan narsasini o'sha maktab qo'llab-quvvatlaydimi yo'qmi? O'shanga qarash kerak asosan. Shunaqa qilish kerak. Juda hozir qo'llab-quvvatlash masalasi juda katta narsa. Ba'zi universitetlar juda maktablar qattiq qo'l, ya'ni universitet topshiraman deysizmi, olimpiadaga qatnashaman deysizmi, imkon berishmaydi. Men o'zim bilaman maktablarni. Shunga ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar umumiy fokusingiz masalan katta startap qilish yoki mashq bo'ladigan bo'lsa, maslahat berardim. Bitta imkoniyat ko'proq beradigan maktabga borib, shu narsani qilganingiz universitet uchun ham, o'zingiz uchun ham foydaliroq bo'ladi. Shunaqa qilgan yaxshi deb o'ylayman, agar vaqtingiz olib qo'yadigan bo'lsa maktab. Zo'r. Maktabni endi tanlash tushundik, qanaqa tanlashni. Endi mana siz aytdingiz, o'sha o'zini qiziqishiga qarab maktab tanlash kerak. O'sha qiziqishini qo'llab-quvvatlaydigan maktab qarash kerak, muhit topish kerak dedik. Endi bola masalan 5-sinf, 6-sinf bola hamma narsaga qiziqadi-da. Buni ham qilgisi keladi, uni ham qilgisi keladi. Qiziqishini nimaga qarab tanlash kerak yoki hammasini ketma-ket try qilib ko'rish kerakmi? Ya'ni sinab ko'rish kerak. Bu o'zi juda bir qiyin mavzu. Ba'zilar 1-kursgacha, hattoki universitet 2-3-kursgacha buni tanlashga hali ikkilanishadi. Menda ham masalan juda ko'p bo'lgan 7-sinfligimda nima qilsam, matematika qilsam yokida davom ettirsammi degan narsalar ko'p bo'lgan. Sinab ko'rish kerak, sababi sizda vaqt bo'ladi. O'sha 7-sinf bo'lsangiz ham, 8-sinf bo'lsangiz ham hamma narsani sinab ko'rish kerak. Eng yana bitta menda foyda bergan tomonlardan biri, ko'proq narsaga qatnashib network kattalashingiz kerak. Ular sizga to'g'ri maslahat berishadi ko'p hollatda. Men masalan o'zim juda ko'p kempga qatnashganman, sababi aynan bitta sababi network orttirish uchun. O'sha Top Uni, iqtidorli, Skills, Ibrat, Renaissance, Uzmiya juda ko'p. Aynan mana shu o'sha yerda olgan networklarim ham menga yordam bergan, o'zim passionim tanlashda. Shu harakat urinib ko'rish kerak. Hammasini sinab ko'rsangiz, baribir yuragingiz qattiqdir jiz etadi. Unda mana conclusion qilsak bo'lar ekan, masalan maktabda o'qiyapti bola, maktabda baribir 7, 8, 9, 10-sinfda ham umumiy fanlarni o'qiydi, asosan o'sha biologiya, o'sha ximiya, kimyo,
keyin o'sha matematika har xil fanlar o'qiydida. Ya'ni umuman tarixni ham o'qiydi, hamma narsaga boshini ozgina suqib chiqadi. Undan bo'sh vaqtini o'sha orasidan eng qiziqqanini ichidan nimadir topib, ya'ni qanaqadir u ekonomikaga qiziqsa yoki tarixga qiziqsa, qanaqadir klub topib yoki qanaqadir zakovatga qatnashib, o'shanaqa qilib ozgina kuchliroq sinab ko'rish kerak o'sha fanini. Agar o'xshasa, tanlab ketadi, o'xshamasa boshqa narsani sinab ko'radi. Shunaqa deb o'ylayman. Yana uni keyin yana to'xtatib o'tamiz. Universitetga core curriculum degan narsa bor-da. Ya'ni majburiy fizika, biologiya, politika, humanities o'qish majburiy. Hattoki men ham hali to'liq tushunmaganman, sababi ko'p o'rganib bu yetib kelaveradi. Masalan, hozir men eshitishim mumkin, masalan, keyinchalik startapda davom ettiraman yo algoritmlashda davom ettiraman, lekin hali menda bilim yetarli bo'lmagani uchun aniqlamayman. O'shaning uchun ko'proq o'rganish kerak. O'shanda siz tushunasiz o'zingiz ishingizni nimaligini. Baribir hech kim o'zi nima qilayotganligini, nima qilish kerakligini hech kim masalan qanaqadir golden rule yo'q. Shuni qilishing kerak, shu hayot maqsading, oliy maqsading. Prosta odam o'zi xohlagan narsani qilib va o'sha narsani orqasidan aytaylik u ertaga o'ziga yoqadi bu narsa, odamlarga foyda olib keladimi yo odamlarga foyda olib kelganda buni o'ziga ham manfaat bo'ladimi, o'sha narsaga qarab ancha yashayverish kerak. Yana bitta narsa, yana klishe bu narsa. Ko'p kitob o'qish kerak. O'sha men o'zim kech tushunib ketganman, lekin foydasi juda katta bo'lyapti. Ko'p kitob o'qisangiz dunyoqarashingiz keng bo'ladi. Bu tabiiy ravishda sizni imkoniyatlaringizni ochib beradi, ya'ni dunyoni kattaroq ko'rishga sabab bo'ladi. Nima kitoblar maslahat berasiz? Endi o'zingizga eng yoqtirgan kitoblar qaysi? Farqi qaysi janrdan bo'lishidan qat'iy nazar. To'g'risi, boshida boshlaganlar kitoblarim o'zbek kitoblari bo'lgan. Yulduzli tunlar, o'tgan kunlar, dunyo ishlari. Shunaqa kitoblarni o'qiganman, lekin o'zim adventurega qiziqqanim uchun, masalan, Harry Potter yozilgan zo'r kitob, ko'p odamga maslahat beraman. Yana bitta narsa, o'sha leadership, psychologyga bog'liq kitoblar ham juda ko'p. Hozir o'qiyapman. Leadership haqida zo'r kitob yozilgan, Howard Spelling tomonidan. Hozir davomida o'shani o'qiyapman. Juda yoqadi hozir. Zo'r. Endi qarang, mana siz o'sha maktabda o'qiyapsiz, hamma fanlarni yaxshi o'qiyapsiz maktabda. O'zingiz qiziqqan soha aytaylik matematikaga yoki informatikaga olimpiadaga chiqib yuribsiz. O'sha sizga asosiy o'sha qilib yurgan ishlaringiz bo'lganda, o'sha soha bo'yicha har xil eventlarga qatnashib, kompetitsiyalarga qatnashib yurish bo'lgan. Endi siz o'sha chet el universitetlariga topshirish haqida eshitib qoldingiz, nima qildingiz, bu qildingiz va birinchi eshitadigan narsangiz nima bo'ladi? SAT bo'ladi. SAT topshirish kerak, chet el universitetlariga kirish uchun SAT. Hozir shuni Instagramga kirsangiz ham SAT, hamma joy SAT. Endi masalan bolam o'zini passionini qilib yuribdi. Shunda hozir yana bola 1-2 ga bo'linib SAT ga borish kerakmi? Sizni keyingizda qanaqa bo'lgan? Meni kesimda o'zi nimaga boshida matematika o'qiganman, matematika o'qish davomida IT ga qiziqqaman dedim-ku. Yana bitta tomoni men qurishga, ya'ni buildingga qiziqqanim uchun emas, qolganlardan orqada qolib ketmaydigan narsa bo'lganda menda. Ya'ni agar hozir o'qimasam qolganlardan o'zim qatorilardan qolib ketaman degan motivatsiya bo'lgan menda. O'shaning uchun o'qiganman. Aynan mana shu SAT ga tanlashimda ham menimcha 2023-yilda oxir edi. Qarasam o'zim qatori bolalar, hammasi 1500, 1520, o'zim o'rtoqlarim hozir. Azbek, Zarif, yana ko'p o'rtoqlarim bor. Hammasi qarasam 1500 dan mana olyapti. O'sha payti menda yana motivatsiya bo'lgan, ular qilishyapti, men ham qila olaman degan narsa. Lekin o'ylab ko'rmagan emas, shu meni boshqa narsalarim ham ko'p o'zi. O'sha payti o'zida juda ko'p narsa qilardim. Lekin ko'p izlanganman, SAT qanchalik katta rol o'ynaydi. Qarasam bu o'zi почти requirement darajasida ekan. Keyin o'sha juda ko'p odamdan gaplashib, aynan SAT Tashkent o'sha payt menimcha o'zi kam edi, bitta SAT Tashkent bor edi. Borganman, shu o'qiganman keyin. O'sha mana o'sha o'rtoqlarim dedingiz, Azbek, Zaripov. Ularni o'sha matematikaga borgan eventlarda, kemplarda uchratgansiz, o'sha o'rtoqlarni o'sha joylarda qilgansiz, to'g'rimi? Masalan, hozir ham ko'rib turganlar aytishi mumkin, men yana bir normalniy oshnam yo'q, og'aynim yo'q, hammasi mana foydasiz narsalarga yuradi deyish mumkin. Ular qanday topish kerak o'rtoqlarni, qayerga borish kerak? Shunaqada, masalan, yaxshi o'rtoq topish uchun o'zingiz yaxshi bo'lishingiz kerak-da. Qanaqadir ko'p narsa erishmagan bo'lsangiz ham o'zingiz yaxshi tutsangiz, xarizma ko'rsatsangiz, sizga ko'p odam o'rtoq bo'lgisi keladi. Men emas, kemplarda yoki tadbirlarda aynan Azbek Zaripov bilan o'zi GPKiz loyihasiga keyinchalik Farhod Haydarovga tayyorlashga kirishganda tanishganman. Ya'ni ko'p tadbirga qatnashib o'rsangiz, o'sha payt o'sha joyda xarizma ko'rsatsangiz, o'zi sizga odamlar kelishni boshlashadi.
masalan keyinchalik o'zi natijaga erishganingizdan keyin u avtomatik natijaga erishgan odamga hamma keladi. Menda aynan shunaqa kes bo'lgan, ya'ni juda ko'p tadbirlarga qatnashganim uchun. Endi masalan TEDx, MUN shunaqa narsalar bor-ku. Aslida men o'ylayman, admissionga umuman foydasi yo'q bunaqa narsalarning. Endi o'zimning fikrim, lekin network tarafdan juda katta foyda olishingiz mumkin. O'sha joyi bor, o'shaning uchun qatnashaverish kerak tadbirlarga. Tadbirlarga vaqt bo'lsa boraverish kerak, baribir chaqib turish kerak-ku odam. Endi keyin olimpiadalarni qilyapsiz, maktab Sirojiddinov litseyida o'qiyapsiz. Esey Tashkent keldingiz. Nima, faqat eseychi o'qidingizmi, nimalar qildingiz u yerda? Qancha vaqt davom etdi, nimalar bo'ldi o'sha yerda, nimalar o'rgandingiz? SATni ham to'liq o'qiy olmadim. So'zda yodlash kerak edi, boshqa qilish kerak edi. O'zidan-o'zi vaqt olardi. To'g'risi o'sha payti vaqt menda bo'lmagandi, chunki olimpiadalarim ketayotdi, o'zim proyektlarim bor edi. Keyin o'sha topshirish vaqti kelganda o'zimga ishonmasdan topshirganman. Sabab mocklarda maksimum 1460, 1440 chiqardi-da. Lekin masalan mantiqiy tarafdan sababi SAT critical thinkingda. Critical thinking shuncha payt olimpiadada men rivojlantirib kelganman. O'sha joyga ishonardim. Masalan, so'zini topolmasam ham, boshqa narsani topolmasam ham o'zimga ishonchim bor edi. Shu bilan ishlay olaman agar to'g'ri vaqtimni taqsimlasam degan narsa bor edi. O'sha yili 1480 chiqdi. Matematika bitta so'zi bilmay qolganim uchun 1780 chiqqan, keyin ingliz tili 700 chiqqan. Birinchi topshirishim edi. Shunaqa bo'ldi. O'sha payti fokuslarim ko'pligi uchun to'liq fokusimni SATga qarata olmaganman. Lekin maslahat beraman, poni fokusingizni masalan, endi baribir to'liq fokusingizni qaratganingizda ham baribir kamida 4 soat vaqtingiz ortib qoladi. O'shaning uchun to'liq fokusingizni qarating, 4 soat vaqt ortib qolganda keyin boshqa narsani qilsangiz bo'ladi, ekstracurricular boshqa. Ovoling 1550. Hozir chunki juda ko'p odam olyapti. O'shaning uchun 1520, 1550 lar menimcha hozir salkam requirement bo'lib qolgan. O'sha qaysi universitet borishini bilmaydi, lekin o'sha miyasida bor, shu top universitetga bormoqchi va grantda o'qimoqchi, SAT o'qish borish kerak va o'shani aytaylik asosiy fokusga qilib bo'lsa ham o'sha 1520, 20, 30, hozir 1500 desa ham o'zi oldin masalan 4-5 yil oldin shaharda o'sha butun O'zbekiston Respublikasida 1500 olganlarni qo'l bilan sanasa bo'lardi. U yana qo'shnimning o'g'li, ana akani o'g'li, ana akam ukasi bo'lardi. Hozir 1500 lar qalashib yotibdi-da. Lekin u universitetlarga hammasi bir xil. Ya'ni kim qanaqa olganligi qiziq emas. 1500 bormi? Bor. O'shaning uchun 1500 ni olmasdan topshirish shuncha o'zi hamma joyda hozir requirement qilib qo'ydi-ku SAT. Shunaqa SAT o'qish kerak. Ya'ni mana bunaqa narsada kam fokus berib, ya'ni kam tayyorlanib, masalan 8 oydan keyin olish boshqa. Tez tayyorlanib 3 oyda olish boshqa. Nimaga aytaman? Masalan, kam tayyorlanib 8 oyda ham shu natijaga erishingiz mumkin, lekin fokus yarimiz SATda bo'ladi-da. Ya'ni hali ham SATni o'ylayotgan bo'lasiz. Undan ko'ra SATni umuman fokusingizdan ayirib chiqarib tashlab, tezroq olib, keyinchalik boshqa narsaga fokus berganingiz ancha foydaliroq bo'ladi. U o'zini yo'nalishini topgan odamgami yoki o'zini yo'nalishini hali ham topa olmagan odam ham o'sha hamma narsani yig'ishtirib qo'yib SAT o'qish kerak? O'zi agar vaqtingizni isrof qilmasangiz, prokrastinat qilmasangiz, qanchalik kompetitiv schoolda bo'lmasangiz ham SAT masalan, endi mana bunaqa narsada agar kompetitiv schoolda o'qisangiz, shundan ham ular ingliz tilini yaxshi o'rgatadi. Agar kompetitiv schoolda o'qimasangiz, vaqtingiz ko'proq bo'ladi. Shuni ayirib tashlaganimizda ham sizda vaqt qolishi katta ehtimol baribir vaqtingiz qolib ketadi. U fokus berganingiz qolgan narsalaringizdan sizni ayirib qo'ymaydi demoqchiman. Baribir vaqtingiz qolib ketadi. Zo'r. Shunda ketdik, bu yoqda olimpiadalar ketdi. Tanishlar orttirgansiz, maktabingiz haqida ozgina gaplashaylik. O'sha Sirojiddinov litseyida o'zi qanaqa maktab, matematika bo'yicha juda ixtisoslashtirilgan. U qanaqa bolalar chiqadi u yoqda? Sirojiddinov alumni juda kuchli. To'g'risi men ham keyin kirib bilganman. O'sha Azim Po'lat o'zi tanishsiz kerak, Google'da ishlab qaytib keldilar. Akmal Payziyev, yana Microsoftda ishlaydigan juda ko'p odamlar bor. Juda ko'plari, masalan, vazirlikda ishlaydigan, katta ishlaydigan lavozimdagilar ham Sirojiddinov bitirgan. Sababi 2015-yilgacha ham o'zi Sirojiddinov O'zbekistonda mana shu olimpiada bo'yicha ham, boshqa narsa bo'yicha ham birinchi o'rin bo'lganda, gimnaziya bo'lgan. Ancha vaqt shu saqlanib qolgan. Keyin 2015-yildan beri o'zi hozirgi generation buni bilishmaydi. Ko'p odamlar qilsangiz ijod maktabimi deydi-da. Qanday men o'rgashyapti deydi. Bilishmaydi, lekin
man aynan shu olimpiadaga sanga kel sharoit yaratib beramiz degani uchun borganman. Olimpiada rostdan ham sharoit yaratib berishadi agar qatnashmoqchi bo'lsangiz. Endi men Mirzo-Ulug'bekda ham o'qib ko'rganman. Mirzo-Ulug'bekda fizika to'g'ri o'qimoqchi bo'lsangiz yaxshi, zo'r. Lekin ixtisoslashgan maktablarning ham o'ziga yarasha minusi bor. O'zingizning passioningizga ko'proq fokus bera olmaysiz. Ularni o'ziga yarasha requirement-lari ko'p bo'ladi. O'shaning uchun ko'proq research qilishingiz kerak. Shunaqa. Endi masalan siz fizikaga ixtisoslashtirilgan maktabga borib, endi tarixdan qo'llab-quvvatlash kuchingiz o'zi noto'g'ri ham-da. O'shaning uchun tarix qo'llab-quvvatlanadigan joyga borish kerak yoki qanaqadir san'at bo'lsa, san'at qo'llab-quvvatlanadigan joyga. Shunda masalan admissions haqida birinchi o'rgandingiz, o'rtoqlaringiz hammasida ECT bor, hammasi ECT olyapti, o'qildi, siz ham ECTga keldingiz, 1480 ni oldingiz. O'sha 1480 ni olguningizcha o'sha baribir ECT Toshkentda bizda har xil eventlar bo'ladi, networking bo'ladi, u bo'ladi. Admissions haqida o'rgandingiz, proyektlaringizga baribir o'sha share'ga, unga bunga o'rtoqlar orttirgansiz, unaqa qilgansiz. Keyin nima bo'ldi shu ECT olish davomida undan keyin? ECT men oldingiz 1480 bo'ldi. 1480 shu adashmasam shu 10-sinfda boshida olgansiz. 2024-yil iyunda edi. 10-sinfga ham bor edi. Iyunda bo'lganman, o'zi 11-sinf boshlanadi. Universitet topshirishim kerak. Boya aytgan narsam, o'sha paytlari meni olimpiadaga, ya'ni 10-sinfda top 8talik kirganman. Hamma olimpiada o'rtoqlarim, ustozlarim aytayapti, o'zi 11-sinfda ozgina tayyorlansang top 4talik kirishing katta ehtimol deyishyapti-da. Rostdan ham shunaqa edi. Bu bitta yo'lim edi. Ikkinchi yo'lim ECT oldim, olimpiadalarim bor, proyektlar qilganman. Polni fokusni aniga qaratish, admissionga qaratish. Bu bor edi. Keyingi narsam masalan admissionga yarim, proyektlarimga yarim. Proyektlarim ham hali socialga to'g'ri olib chiqmaganman. Ya'ni fokuslarim juda ko'p edi. Oxiriga bittasini tanlamaganman deyman, hammasini birgalikda olib ketmoqchi bo'lganman. Ya'ni o'sha yilda ham hattoki men olimpiadaga qatnashganman-da, masalan 11-sinfda ham. Chala tulpa bo'lsa ham olimpiadaga qatnashganman, lekin bu tarafda proyektlarim ham, bu tarafda yana personal statement, supplemental essaylar ham yozyapman. O'zi juda tig'iz taqvim bo'lgan edi. O'shaning uchun ham unsuccessful bo'lgan deb o'ylayman. Iloji boricha fokus kamaytirish kerak. Masalan, undan keyin masalan gap year oldim. Sun'iy intellekt bo'yicha o'zim xohlagan narsani xohlagancha o'rgandim-da. Masalan, proyektlarimni ham publicga olib chiqdim. Masalan, televizorga o'z reportiviga Rabakantes olib chiqdim. Unga intervyu berdik. Hack Unicorn oromgohiga Rabakantes olib chiqdim. Juda ko'p tadbirlarga qatnashishga vaqt bo'ladi va o'zingizning passioningizga ko'proq e'tibor berasiz. Bundan tashqari siz essayni ham bemalol yoza olasiz. Essay ham juda bitta nozik jihatlaridan biri. Admissionni yana eslatib o'tamiz. Essayga ham alohida vaqt ajratmasangiz, shu ECTga o'xshab, bu ham yomon bo'ladi. O'shaning uchun vaqt ajratish kerak ba'zi. Tushunarli. O'sha ECT olganingizdan keyin ham hamma narsani bir vaqtda ushlashga harakat qildingiz, o'shaning uchun ham siz kutgan natija bo'lmadi baribir hammasidan ham. Endi mana hozir bizni ko'rib turganlar baribir ECT o'qiyotganlar bo'lishi mumkin yoki hozir IELTS o'qiyotganlar bo'lishi mumkin, ingliz tilini o'rganayotgan bo'lishi mumkin. O'rtacha bitta timeline qo'yadigan bo'lsak-da, agar masalan aytaylik, baribir bola 6-sinfgacha men o'ylayman 6-7 gacha o'zini qiziqqan narsasi va maktab fanlarini yaxshi o'zlashtirib, o'rtoqlar bilan yaxshi aktivniy bo'lib, soft skilllarni rivojlantirib yurish kerak deb o'ylayman. ECTga boshqa narsaga boshini tiqmaslik kerak u vaqtda. O'zi masalan 6dan keyin aytaylik siz nechinchi sinfgacha ingliz tili, o'zi ingliz tilini qachon boshlash kerak primerni? Yo o'qiyotganlar bo'lsa ham o'zi nechinchi sinfgacha o'sha hal qilib qo'yish kerak, shu IELTS nechinidir. Keyin o'sha ECTga yoki boshqa narsaga fokus qilish uchun o'sha bitta timeline tuzib oladigan bo'lsak, sizda o'zi IELTS qanaqa bo'lgan, ingliz tilini qayerda o'rgangansiz? Ya'ni o'sha bitta timeline tuzib olsak, odamlarda tushunish bo'ladi. Masalan, 7-sinf, 8-sinflar uchun timeline beradigan bo'lsam, o'zim ingliz tilini o'tirib o'rganmagan. Men aynan fokusim ko'p bo'lgani uchun men eng maslahat beradigan narsa birinchi bo'lib asosiy fokusni diqqatni fokus aniqlashtirish, ya'ni major deydi. O'shanga baribir berish kerak, sabab keyinchalik bu pand beradi agar sizda bo'lmasa. Juda ko'p pand beradi. Asosiy vazifani o'sha qo'yib olish kerak, lekin baribir kun ko'pda, 24 soat bor, qancha uxlaysiz. Buni ayirib tashlaganingizdan keyin ham sizda baribir vaqt qoladi maktab fanlarini qilishga yoki ingliz tilini o'rganishga. O'shaning uchun 7-sinfdan
hozir juda ko'p odam yoshlikdan o'zi ayla soatda, o'zi shu ayla qiyin narsa emas. Ingliz tiliga vaqt fokus berib 1 yilda yoki 1,5 yilda tugatib qo'yish kerak. Masalan, 8 sinf bo'lsangiz, o'zi 9 sinf o'rtasigacha tugatish kerak. Maksimum bu. Bo'lmasam tezroq ham bo'lishi mumkin. Keyinchalik masalan 9 sinf bo'ladigan bo'lsa hozir SAT ham xuddi shunaqa. Agar aylangiz bo'lsa, matematikani masalan yaxshi o'qigan bo'lsangiz maktabda, menimcha 6 yoki 8 oy more than enough. Bu uje ko'p. Undan ko'p bo'lib ketadi. Siz unda o'ylab qarasangiz, o'zi hali 9 sinf to'liq bitirmasdan yoki bitirib SAT'siz bor, IELTS'siz bor. Endi sizda to'liq 1 yil haqiqiy passioningizni qilishga vaqt borda. 10 sinf eng muhim yillardan biri shu 10 sinf. Shu 10 sinfda siz ko'proq socially active bo'lishingiz mumkin yoki publicga to'g'ri chiqasiz. Ya'ni vaqtingiz bo'ladi-da o'zingizni passioningizni qilishga. O'sha yili siz o'zingizni ko'proq passioningiz proyektlar, passion project deydi, internshiplar iloji boricha. Internship topish masalasida ham masalan o'zim raqamli texnologiya vazirligida ham, yoshlar shaklligida ham, ya'ni ko'p kompaniyada internship qilganman. Umuman tanish bilishsiz bo'lganda, masalan ko'plari to'g'ridan-to'g'ri LinkedInga chiqib yoki qanaqa taklif mana vazir o'ziga yozsangiz ham baribir sizni aloqa ulab qo'yadi. Hozir sizga masalan o'zim vazirga yozganman, u aytgan, sizga hozir aloqaga chiqishadi degan. Raqamli texnologiya vazirligi shunaqa degan. Vaziri o'shaning uchun iloji boricha ideya bilan chiqarish kerak. Baribir internship amaliyot nima deydi, universitetga foyda beradi. O'sha 10 sinfda ko'proq shu narsalar bilan mashg'ul bo'lish kerak. O'zi 10 sinfda bular bilan publicga social active bo'lganingizdan keyin 11 sinfda sizda fokus bo'linib ketmaydi-da. Fokus bo'linib ketmaydi. Bemalol essaylarni yozib, masalan, ko'p odam o'zi bitirmasdan kiradi. Ko'p universitetlarga siz ham shunaqa qilishingiz mumkin. Endi case borda, menda case olimpiada bo'lgan. Olimpiada bu juda ko'p vaqt oladi. O'shaning uchun men majbur bo'lganman o'zi gap bera olishga. Ba'zilar unaqa emas, ba'zilar extracurricularga yoki boshqa narsaga fokus berish mumkin. Ularga masalan bu ham enough. Ko'plar essay bilan kirib ketishadi masalan. To'g'ri. Shunda umumiy olganda o'sha 9-sinfgacha o'sha IELTS'larni hal qilib qo'yish kerak. IELTS olish ham majburiy emas, chunki masalan ingliz tilini yaxshi biladigan bo'lsa, 11-sinf deadline'dan bir hafta oldin bo'lsa ham shunday test topshiradi yoki Duolingoni topshiradi, oladi. Lekin eng muhimi shu ingliz tilini o'rganib qo'yish kerak yaxshilab. Va undan keyin baribir bizda o'sha SAT keladi. SAT'da matematika bilan ingliz tilini o'qib uni hal qilib qo'yish kerak. Lekin men o'ylaymanki, o'sha baribir maktab vaqti ham u maktabdan tashqari o'zini qiziqishlarini ozgina bo'lsa ham faqatgina testga kirib ketib qolmasdan ozgina bo'lsa ham sinab ko'rish kerak-da. Masalan, matematikaga qiziqsa, matematikani yoki boshqa narsaga qiziqsa, boshqa narsani. Chunki 10-sinfga hamma narsani hal qilib chiqqandan keyin ham o'sha baribir panikaga tushib qoladi-da, o'sha qayerga kelib qoldim, o'zi menda 1 yil bor, nima qilaman deb. Shuning uchun SAT bilan IELTS hal qilish kerak, lekin o'sha o'zini sohasi bo'yicha ham nimadir qiziqishi bo'yicha ham nimadirlar sinab ko'rish kerak. Ya'ni o'zini qiziqishi hamma narsa bo'lishi mumkin. Shunaqa. Zo'r. Xo'p, endi bizda o'sha SAT'larni oldik, olimpiadalarga tayyorlandik. 1-yil admissionsda qilishingizdan oldin umumiy olganda o'zi aytaylik, siz nimaga o'sha AP lar topshirmagansiz? A-level endi topshirsa bo'ladi-ku. Endi asosan prezident maktabini o'quvchilari topshiradi. U tashqaridan ham topshirsa bo'ladi, ozgina qimmatroq demasa. O'shalarga qanaqa qaraysiz? Nimaga o'sha ACT ni olib bo'lib AP ga harakat qilmagansiz? Chunki masalan matematikadan siz ancha tarixiz bor. AP Maths yoki Calculus yoki A-level dan matematikalarni topshiraman desangiz ham bemalol topshirsangiz bo'ladi-da, 5 dan 5 ga yoki o'sha A olsangiz bo'ladi yoki A star. To'g'risi ko'plar aytishadi, nima deyishadi, masalan universitet topshirayotganingda O'zbekistondan turib requirement bo'lmagan joydan turib AP yoki A-level olsang, ya'ni o'zing harakat qilib, bu ancha foyda beradi deyishadi. Lekin ular bir tomondan o'zi kutishadi, shu international studentlarni kutishadi. Ya'ni ularda yo'q deb o'ylashadi-da. Ya'ni ularni kutilmas shunaqa bo'ladi. Siz kutilmasdan ham ko'proq narsaga erishishga harakat qilishadi. Men o'ylardimki, masalan, overall applicationingizni masalan SAT IELTS bo'lgandan keyin chiroylilatish, o'shanga fokus qaratish to'g'riroq deb o'ylayman. Ko'p extracurricular hammada SAT bo'ladi, hammada AP bo'ladi, hammada IB bo'ladi, masalan A-level bo'ladi. Lekin ko'p odamda bo'lmaydigan narsa bu honor bilan extracurricular. Agar honor masalan vaqtingiz yo'qmi, extracurricular qiling, hamma qila oladi sabab buni. Honor to'g'ri fokus berish kerak, boshqa berish kerak, olimpiada qiyin. Lekin extracurricular masalan просто так xarizma, leadership bilan masalan yaratib tashlasangiz bo'ladi ko'p narsani. Sababi ular kutishmaydi. Masalan $100,000, $1 million investitsiya jalb qilgan startaplarni. Oddiy passion project, social projectlar ham ular uchun
zo'r masalan universitetlar uchun. O'shaning uchun agar masalan endi bilmadim 100% masalan uncha vaqt ketmaydi. Masalan AP olsa, 5 ta AP olsa, uncha vaqt ketmaydi. Maksimum 1 oy ketadi. Uni olib qo'yaversa masalan yaxshi ko'rinishi mumkin, lekin unga vaqt ketkazib o'tirish menimcha to'g'ri emas. Ya'ni hamma narsani yig'ishtirib tashlab faqat AP qilaman deyish to'g'ri emas. O'sha ACT baribir required kutiladi ACT. Hammadan kutilash uchun u kerak. Lekin AP yoki boshqa narsalarga hamma narsani yig'ishtirib tashlab qilish noto'g'ri narsa. Undan ko'ra o'sha extracurricularni rivojlantir, o'sha narsa yaxshiroq. Zo'r. Endi sizda masalan hozir bizada keldik. Boshida matematikada chuqur qiziqqansiz, keyin informatikaga o'tib ketgansiz, keyin AI bo'yicha, sun'iy intellekt bo'yicha qilgansiz. O'zi umumiy olganda mana shu soha sizni nima uchun qiziqtiradi? Kelajakdagi planlaringiz nima bu sohada? O'sha qanaqa kutuvlaringiz bo'lgan yo prosta sizga yoqqani uchun qilasizmi? O'sha haqida gaplashaylik-chi. Mana shu soha bo'yicha nima proyektlaringiz bor? Hammasi qanday boshlangan, nima qilgan? O'zi matematikaga qiziqishimni birinchi sababi aytdim, adam matematika professor bo'lganlar uyda juda ko'p matematika kitoblar bo'lgan edi. Lekin aslida uylanmas deb o'ylayman. O'zi matematika juda qiziq fanda. Ya'ni hamma narsani orqasida matematika turadi. Birinchi o'rinda siz qaysi yo'nalishga ketishingizdan qat'iy nazar matematikani o'rganasiz. Menda o'sha mantiq bo'lgan. Shu hozir boshqa yo'nalish masalan qiziqsam ham aslida matematikani o'rganaman keyinchalik deganman. O'shaning boshida matematika bilan boshlaganman. O'zi 9-sinfga kelganimdan keyin o'ylash bo'lgan. Hozir faqat matematika bilan men nimagacha qatgacha boraman degan narsa bo'lgan. O'ylab qarasam faqatgina universitetda professor bo'lishim mumkin ekan masalan. Boshqa qiyinda masalan bu sohada natijaga erishish o'zim ko'rmaganman. Qiziqishlarim ham o'sha paytlarga kelib to'liqligicha ITga o'tib ketgan. O'shaning uchun o'ylaganman, hozirgi matematika bilimi bilan olimpiadaga bemalol kompyuter qila olaman-ku deganman. Ya'ni qolganlar informatika qilib yurganman, boshqa narsa qilib yurganman, meni matematika bilimim bor deganman. Sirazi informatikaga o'tib ketganman o'sha 10-sinf boshida. Bir tomondan ancha narsa o'rgandim. O'sha algoritmlar ham juda qiziq narsa-da. Bu qiziqqan bilishadi. Masalan, ximaga nimaga qiziqasan deb so'rasa, ular ham javob bera oladi. Men ham javob bera olaman. Algoritm o'zingiz xohlagan narsangizni yaratib, xohlagan dasturingizni tuzasiz. Bitta muammoga yechim berasiz. Bu ba'zilarga oddiy eshitirish mumkin. Masalan, men o'zim ishlasam maza qilaman-da. Bu hayotdan o'sha fulfillment deydi-ku. Shunaqa bo'lib qoladi, ko'p o'qisangiz, masalan, ko'p izlansangiz qiladigan narsangizdan maza qilib qolasiz-da. Shunaqa bo'lishi kerak. Ixtiyoriy yo'nalishda masalan o'qiyapsizmi, o'shani qilganingizda maza qilsangiz, u sizning yo'nalishingiz. Men masalan fizikani ham o'qiganman Mirzo Ulug'bekda. Shu yerda maza emas-da, lekin matematika informatikada maza qilaman. O'shandan bilganman shu, bu meni kelajakdagi yo'nalishim. Sun'iy intellektda men Xudo xolasa University of Chicagoda Applied AI o'qish niyat qilib turibman hozir. Endi o'tdagi career advisorlar bilan gaplashamiz. Shu sun'iy intellektni yaratilish bo'yicha, ya'ni applied AI, ya'ni sun'iy intellekt yaratasiz va uni hayotga tatbiq qilasiz. Bu bo'yicha entrepreneurship ham o'qiyman, ya'ni buni startup ko'rinishga olib kelish uchun meni o'zim kelajakdagi ambitsiyalarim hozircha. Hozircha proyektlar keladigan bo'lsak, o'sha bu yo'nalishda qanaqa proyektlar qilganman? Share project bu umuman yo'nalishga bog'liq bo'lmagan proyekt. Juda ko'p odamga anaqa narsa maslahat beraman-da. Extracurricular list tuzayotganda internship bo'lsin deyman, passion project bo'lsin deyman, volunteering project bo'lsin deyman. Undan tashqari yana hobby, mana shunaqa niche narsalar ham bor. Lekin asosiy 3 ta narsa internship, passion project and community project bo'lishi kerak. Menda community project, share project deydi. O'zim passion projectim Roba Contest deydi. Ya'ni ko'p fokusimni Roba Contestga berganman. O'sha LinkedIn yurg'ish bo'ladimi, ko'p musobaqalarga olib chiqish bo'ladimi, Roba Contestga ketgan. Ya'ni Tech Avengers ham bir juda ko'p loyihalar qilganmiz. Masalan, Tech Avengers unchalik yurmagan. Nima qilmoqchi bo'lganmiz? CP community qilmoqchi bo'lganmiz, lekin CP awareness O'zbekistonda hali unchalik rivojlanmagan bo'ladi. O'shaning uchun fail bo'lgan. Undan tashqari o'zim Code Arena degan bitta loyiha qilmoqchi bo'lganman. Yana fail bo'lgan. Ya'ni juda ko'p loyiha ko'rish kerak, oxiri bitta successful bo'ladi. Nexus AI degan programmaga qatnashganman. Juda zo'r programma, sun'iy intellekt fundamentalsini juda zo'r o'rgatadi. O'sha full scholarship bilan qatnashganman, onlayn bo'lgan. Keyinchalik MIT va UC Berkeley bilan research qilish imkoniyatiga ega bo'lganman. O'zi kech bo'lgan u. Menga qiziq ham bo'lmagan, lekin o'sha qatnashganimda sun'iy intellekt bo'yicha ancha fundamentallar o'rganganman. Asosan menimcha extracurricular shu internship qilganman Raqam texnologiyasi vazirligida. Yoshlar shaklligida qilganman. Shu
Demak o'sha 3 ta dedingiz. O'shanga qo'shimcha qilib yana 2 ta qo'shgan bo'lardim sizniki bilan. Demak birinchisi baribir passion project, ya'ni passion project degani o'sha o'zing qiziqqan sohasida nimadir qilib ko'rish. Proyektmi yo qanaqadir proyektga qo'shilishmi. Ikkinchisi o'sha siz aytganingizdek internship o'sha sohani professionalroq tarzda o'zi butun xalqqa yoki butun kattaroq odamlarga qanaqa foydasi tegyapti o'sha narsa bo'yicha. Uchinchi bo'yicha volunteering, community work. Bu narsa nimani belgilaydi? Shu ertaga qiladigan ishlaringizni hammasi baribir xalq o'ylab, xalqni rivojlantirib, baribir hamma universitetning maqsadi o'sha sohani rivojlantirish, odamlarga komfortliroq hayot berish, o'sha narsa bo'ladigan bo'lsa, to'rtinchisi bu research deb o'ylayman. Research ham juda muhim. Research siz o'sha qanchalik o'sha professionalroq yondashasiz o'sha narsaga. Va beshinchisi o'sha hobbilar, ya'ni o'sha personal life, qanaqadir sport bilan shug'ullanasizmi yoki qanaqadir musiqa o'ynaysizmi yo qo'shiq yozasizmi, qo'shiq ashula aytasizmi, hammasi qo'shiladi. O'sha 5 ta narsaga qarab plan qilib ketaversa bo'ladi. Iloji boricha o'sha mana shu 5 talasida, o'sha 4 talasida leadership position bo'lsa yaxshiroq. Hammasida bo'lishi shart emas. Masalan, volunteeringda siz qaysidir aytaylik UN'da nimadir proyektida qatnashgan bo'lishingiz mumkin. Bu sizni o'sha o'zingiz xohishingiz bilan, lekin mana bu 3 tasida baribir leadership position bo'lmasa, ya'ni impressivroq, yaxshiroq o'sha siz xohlagandek tuyuladi. Sizda shunda hozir bizada volunteeringda ham leadership position bo'lgan, chunki share projectda siz co-founder bo'lib qo'shilgansiz. Men bu RoboContestda ham o'sha siz aytdingiz, boshida oddiy pozitsiyadan chiqib proyekt menejerligigacha borganman. Bu narsa o'sha bolani o'sishini, rivojlanishini ko'rsatadi. Zo'r. Endi o'sha aynan bitta narsa ko'p e'tibor beriladi college admissionsda. Ko'pchilik universitetlar baribir oldingi potensiali juda muhim. Ya'ni nimalar qilgan shu vaqtgacha, ACT IELTS nechi, ya'ni u boshlang'ich filtrlar hammasi. Lekin asosiy yana bitta narsalardan bittasi bu o'sha siz universitetdan nima maqsadda foydalanishingiz. Ya'ni universitet sizga qanaqadir tramplin bo'lib beradigan bo'lsa, o'sha tramplindan sakraganingizdan keyin qayoqqa qo'nishingiz haqida. Ya'ni o'sha universitetdan keyin nimalar qilmoqchiligingiz haqida. O'sha narsa haqida siz aytaylik qanchalik sizda o'sha narsa aniq va tiniq bo'lgan yoki u narsa aniq tiniq bo'lishi shart emasmi? Umumiy bo'lishi kerakmi? Nima deysiz shu haqida? Mana shu joyda university fit degan narsa bor edi. Masalan, MIT, Princeton, University Chicagoga o'xshaganlar aynan intellectual curiosityga, akademik jihatdan juda ko'p e'tibor berishadi. Masalan, Harvard, Yale, Brownga o'xshaganlar ko'proq professional karyeraga ham qanaqadir e'tibor berishadi. Meni o'zim ambitsiyalarim aynan o'qish bo'lgani uchun, ya'ni aynan akademik jihatdan katta narsaga erishmoqchi bo'lganim uchun aynan esselarimni ham, overall applicationni ham ko'rsatganman University Chicagoga. Shu men ularga mosman, ularning universiteti menga mos. Ya'ni shuni ko'rsatib berganman. Ya'ni hamma universitetda o'zini qadrlaydigan narsalari bo'ladi. Ko'pincha bu hamma universiteti unik bo'ladi. Bu izlanib ko'rish kerak. Ko'p odam nima bo'lishi mumkin deydi. Masalan, University Chicago siz qanaqadir katta startup qilsangiz qadrlamasligi mumkin. Sababi ularga ko'proq ilmda, masalan, ilm izlamoqchi bo'lgan narsalar. Bekordan-bekorga masalan, dunyodagi eng katta 5-kutubxona emas-da, University Chicagoning kutubxonasi. Ya'ni ular ko'proq o'qiydigan odamlar, masalan, Stanford boshqacha bo'lishi mumkin. Startup katta qilgan bo'lishi mumkin. Harvard masalan, communityda juda katta narsa qilgan, masalan, ko'proq ijodkorlar odam olishi mumkin. Hamma universitet baribir har xil umumiy masalan Ivy-larni aytayapman. Qolgan universitetlar ham shunaqa narsani qadrlashi mumkin. Shunaqa masalan to'g'ri aytdingiz, universitet sizga investitsiya beradi, ular kutadi, alumni sifatida siz ularga keyinchalik investitsiya berishingizni, katta narsaga erishishingizni. O'sha narsani siz ko'rsatib bera olishingiz kerak, ya'ni oldingi qilgan narsalaringiz isbot bo'ladi birinchi. Lekin masalan ko'plar aytadi-da, masalan essayimda qilaman deb yozsam bo'ldi-ku deydi. U bo'lmaydi, sababi ko'p essaylarni o'qiganman, qolgan menga kelishgan. Ya'ni hali qilmagan, lekin qilaman deyapti. U quruq gapga ko'p top universitetlar baribir ishonishmaydi. Kichkina narsa bo'lsa ham o'zingiz harakatingiz bilan qilgan bo'lsangiz, o'shani ko'rsatib berish kerak. Ya'ni ular ko'pincha rezultga e'tibor qaratishadi. O'sha sizni qanaqa harakat qilganingizni, kimligingizni, leadership, qanaqa lider bo'la olasiz. Masalan, ixtiyoriy universitet, top universitet akademikka e'tibor beradi, startupga. Har doim liderlarni, lider bo'lib turib, o'zini passionida zo'r narsa qilganlarni olishadi. Har doim lider bu hamma joyda kerak, lider bo'lish. Shunda sizni holatingizda masalan aytaylik, sizni o'zi umumiy xohlagan narsangiz o'sha fanga nimadir yangilik olib kirib, fanni rivojlantirishda, masalan aytaylik siz to'g'rimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Ya'ni fanni chuqur o'rganib,
dunyoga manfaat keltirish. Shunaqa desak bo'ladi. Ya'ni ayni fanga manfaat keltirish bo'lmasligi mumkin. Ya'ni fanni chuqur o'rganib, keyinchalik uni dunyoga apply qilish. O'sha fan deganda siz asosan o'sha matematika, applied AI, ya'ni sun'iy intellekt, algoritmlar shu tomonlarda. Shu tomonlar. Masalan, xuddi shu maqsad bilan aytaylik sizni Garvard olmasligi mumkin edi yoki Stanford olmasligi mumkin edi. Nimaga? Chunki ular bu narsani aytaylik qadrlaydi ular ham, lekin ularning baribir hamma universitetlarning o'zining strategiyasi bo'ladi, prioritetlari bo'ladi. Shunga qarab baribir insonlarni ham shunga qarab tanlab oladi. Xuddi boya aytganimizdek, maktab sizni passioningizni qo'llab-quvvatlaydimi, yo'qmi? Agar qo'llab-quvvatlasa o'sha maktabga borish kerak. Yo'q bo'lsa, masalan, siz o'sha sport qo'llab-quvvatlanadigan maktabga borib ximiya o'qiyman deb yursangiz, hech kim sizga boray deydi-da. Shunaqa. Yana bitta narsa bor, masalan, hozir men hamma universitetimga application sal har xilroq bo'lgan. Nimaga aytaymi? Masalan, University Chicagoda ham passion menga to'g'ri, ya'ni value qiladigan narsasi menga to'g'ri kelardi. Ya'ni sababi men ilmga juda qiziqardim. U tomonda University Chicagoga topshirganman, lekin Stanfordga men nimani ko'rsatganman? Sabab entrepreneurshipga qiziqaman men. Startup qilishga ham Stanfordga men u tomonni ko'rsatib berganman. Ya'ni agar masalan bitta narsani chuqur tomoningiz bo'lmasa, bu endi tomonda qanaqadir passion emas, shuni ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Baribir odamda bir tomonli bo'lmaydi. Baribir bitta kuchliroq taraf bo'ladigan bo'lsa, nimadir taraflari, ya'ni baribir rivojlangan bo'ladi. Masalan, sizda aytaylik, o'sha birinchisi matematikadan bilimingiz juda kuchli, o'sha narsaga salohiyatingiz bo'lgan bo'lsa, baribir bu yoqda startup yoki bu yoqda o'sha ta'lim bo'yicha ham nimadir proyektlar qilgansiz, ta'lim bo'yicha ham ketib qolishingiz mumkin edi, qanaqadir she'rni olib chiqib ketib qolib bu tarafga, to'g'rimi? Zo'r. Xo'p, endi bizada o'zimizni qiziqishlarimizni narrow down qildik, ya'ni fokusimizni yanada qisqartirib, o'sha ilm bo'yicha yoki startup bo'yicha yoki u narsa bo'yicha kelishdik va o'shanga yarasha aktivitelarni ham kelishib oldik. Endi hozir bizni ko'rib turganlarga o'sha qiziqishlari bo'lmaganga, nima proyektlar qilib yurishini bilmaydiganlarga nima maslahat berasiz? Vaqti ham kam, lekin nima qilishini bilmay yuribdi. Gapira olish kerak, nima qilish kerak? Men o'zimda masalan o'sha paytda fokusim ko'p ajratib yotganini nima qilganman? Risk qilmasdan Ivy League topshirmaganman-da, oddiy universitetga topshirganman. Lekin baribir topshirganman. Agar shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, bu yil o'zini masalan sanab shunaqa universitetga topshirishsa, birinchidan application qanaqa bo'lishini tushunishadi. Ikkinchidan, agar acceptance bo'lsa, acceptance bo'ladi, o'qishadi. Masalan, acceptance bo'lmasa, rejection bo'ladigan bo'lsa, aynan menga o'xshab, keyin chalik gap year olib, aynan gap yearda shunga fokus qarashini men o'zim maslahat bergan bo'lardim. Boyaga narsada agar ular o'zi 10-sinf, masalan 11-sinf boshlayapti, boshida aytdimki 10-sinf eng muhim yil deb. Ularda 10-sinf o'tib ketgan bo'lsa, 10-sinf o'rniga gap year qolishadi. Ya'ni shu narsani prosta almashtirishadi. Tushunarli. Zo'r. Xo'p, endi bizda aniq o'zimizni umumiy qiziqishimiz ham bor. Dunyoga hamma narsaga qiziqamiz, lekin o'zimizni fokusimiz ham bor. Matematika, informatika, sun'iy intellekt o'sha narsalar bo'yicha. Endi uni baribir yetkazib berish uchun bizada yozuv, writing skilllari muhim. Hozir writing uchun juda ko'p texnikalar chiqib ketgan, programmalar bor. Aytaylik, bizada Agorada ham masalan writing o'qitiladi. Umumiy olganda writingni aytaylik boshida boshqa hamma narsani qilib yurish kerakda, keyin to'satdan writing kirib ketish kerakmi yoki boshidan nimadir o'zida hobbilar shakllantirib, aytaylik men aytayapman, bir 8-sinf, 9-sinf bola yoki 10-sinf bola hali primерно 1 yili bor. Nimadir hobbilar orqali writingni rivojlantirish kerakmi? Sizda qanaqa bo'lgan o'sha narsa? Qanchalik muhim o'zi writing? Menda o'zimda writing juda kuchli bo'lmagan. Oxirgi kelib gap yearda ancha harakat qilganman, reflectionlar yozib, kitob o'qib, kitob reflectionlar yozib harakat qilganman. Men 8-sinf, 9-sinflarga nima maslahat beraman? Birinchi u boyaga aytgan narsam, IELTS, ya'ni ingliz tilini o'rganib bo'lishsin, ya'ni o'qigan narsasini tushunsin, eshitgan narsasini tushunish bo'lgandan keyin, undan keyin nima bo'ladi? Ko'p kitob o'qishadi. Aynan o'sha kitobiga reflection yozib o'rishsa, o'sha masalan, endi men o'ylayman, masalan, reflection yozishni 10-sinf boshigacha ham prosta tak hech kimdan yordam olmasdan o'zingiz reflection yozib o'ring. 10-sinfdan o'zi texniklarni YouTube'da o'rganib, boshqa narsalar qilishga fokus berish mumkin, lekin meni o'zimda hatto nima bo'lgan, juda kam yozganman. Endi mana bunaqa narsada
eshitish mumkin, ko'p odamlar bu ham ancha vaqt olib qo'yadi-ku hozir. Kitob o'qish bor, u kitob o'qish o'zi ancha vaqt oladi, uni yozish uncha vaqt oladi. O'shaning uchun agar yo'nalishingiz shunga bog'liq bo'ladigan ixtiyoriy yo'nalishda esse yozishingiz mumkin. Masalan, matematika o'rganyapsizmi? Matematika haqida qanaqadir, ya'ni tezis, research bo'lmasa ham nimalar o'rganganingiz haqida yozish babi kerak bo'ladi. Aynan matematika o'rganishingizga ham demoqchiman. Nima demoqchiman? Kunlik yoki haftalik reflectionlaringiz yozish ham writingingiz qanchadir ravishda babi aniq qiladi-da. Rivojlantiradi. Ko'p odamdan so'raganman, o'zim o'rtoqlarim To'g'ri universitetida o'qiydigan. Ular maslahat berishadi, biografiyangizni har doim yozib boring deydi. Ya'ni biografiyani yozib borish o'zingizni birinchidan overall picture'ingizni ko'rishga yordam beradi. O'zingiz kimsiz? Ikkinchidan writingingizni kuchaytiradi deyshadi. Bu ham xuddi shu narsa. Agar har haftalik inglizchada o'zingiz nima qilganingizni yozib borsangiz, birinchidan o'zingiz nimalar qilayotganingizni ko'rasiz, passioningiz nimada, ko'proq nima bilan shug'ullanyapsiz. Ikkinchidan o'zingizni haftangizni manage qilishga ham yordam beradi. Chunki ko'p odam vaqtini isrof qilib qo'yadi. U odam ma'nosida bor. Buni boshqara olmaydi ko'plar. Ko'proq shu boshqarishga ham yordam berishi mumkin-da, ko'p yozish. Zo'r. Shu aytgan gapingizga men qo'shimcha qilmoqchiman. Ya'ni writingda o'sha biografiyasini yozish kerak. Biografiya oxirida biz har doim o'quvchilardan ikkita savol so'raymiz. Birinchisi, qaysi yo'nalishga ketmoqchisan? Nimaga u yo'nalish? Ertaga nima planlaring bor o'sha yo'nalish bo'yicha? O'sha narsa. Plus senga universitet qaysidir Chicago yoki Harvard yoki Stanford emas, universitet o'zi senga nima uchun kerak? Nima senga berish kerak? Masalan, ko'pchilik aytadi-da, menga universitetdan nima kerak? A fan kerak, B fan kerak, networking kerak, men bu yerda kutubxonasi bor deydi. Okey, u narsalar universitet senga beradi. Evaziga nima berasan? Evaziga universitet har yillik kostda 90 ming turadigan bo'lsa, senga 90 ming o'sha narsa turadi narxi. Shuncha professorlar olib kelib dars o'tadi, ular shuncha community yig'ilgan u narsani. Ya'ni hamma narsani olasan, berish kerak joyi ham bor. Xuddi masalan, kajinkaga kirib siz nimadir olsangiz tekinga bermaydi-ku. Siz unga tekinga berish uchun sabab berishingiz kerak. Sababi aytaylik, siz o'sha ertaga men bu soha bo'yicha mana planlarim bor. Hozir men bunaqa darajaga erishdim. Ertaga men seni yordaming bilan, universitet yordami bilan bunaqa joyga chiqmoqchiman. O'shaning uchun menga men universitetga o'qishni xohlayman desa, keyin universitet o'ylab ko'rib javob berish mumkin. Ya'ni o'sha writing qilganda ham doim har oy men maslahat bergan bo'lardim ko'rib turganlarga. O'sha nima uchun o'zi bormoqchi bo'lgan yo'nalishimga bormoqchiman va nima uchun menga universitet kerak? Balki universitet kerak emas uning yo'nalishiga. Ya'ni o'sha communityni, o'sha imkoniyatlarni boshqa joydan topsa ham bo'ladi. Chunki har doim ham qanaqadir bitta qonun qoida umumiy qonun qoida bor, lekin baribir exceptionlar doim bor va ular doim bo'lishni boshlaydi. Shunda writingni iloji boricha boshida umumiy narsalar haqida yozish kerak va yozavergan sari o'zi tushunib boraveradi, nima to'g'ri, nima noto'g'ri. Yana bitta narsa o'zim yaqinda o'sha implement qilish boshlamoqman. Ya'ni nimalarga erishdingiz va har doim ertalab yozasiz, bugun nimalarga erishmoqchiman deb. Oxirida o'zi nimalarga erishdingiz. Bu narsa birinchidan o'zingiz kuningizga menejer qilishga yordam beradi. Keyinchalik masalan 1 yildan keyin yoki 2 yildan keyin o'sha narsani erishganingizdan keyin bu narsani o'qisangiz, rostdan ham nostalgiya ko'rganingizni mazza qilasizda. Nostalgiya ham juda yordam beradi. O'shaning uchun shu narsani ham motivatsiya qilib olaylik. Masalan, hozir yozayotgan narsalarni hozir erishmagansizlar, lekin 2 yildan keyin erishganingizda o'sha ko'rayotganingizda bu juda katta narsa qilganingizlar o'zi bilinadi. Shunaqa. Masalan, ba'zilar yozadi, masalan $2000 o'zi qaniydi startap qilardim deb yozish mumkin. Masalan, boyib ketgandan keyin shu $2000 orzu qilgan ekanman deb o'ylaydi, masalan, katta bo'lganda. O'shaning uchun yozib borish kerak. Shunaqa. Endi writingda bitta problema bor. Ya'ni bitta problema degani, masalan, tasavvur qiling, 10-sinf tugatdingiz, 11-sinf keldingiz, deadlinegacha примерно 1 oy bor. Siz yozmagansiz uncha yozuvingiz ham emas, 2 ta option turibdi sizga. O'sha 1 hafta, 2 hafta chiranib, ozgina bo'lsa ham writingingizni ko'tarib olish yoki shunday ChatGPTga kirib, taq yozdirib, shunday jo'natib yuborish. Ya'ni o'sha sun'iy intellekt baribir odamlarni nima desa bo'ladi, lazy qilib qo'yapti-da, ya'ni dangasa qilib qo'yapti. Writing yozgisi kelmaydi, undan ko'ra sun'iy intellektga beraman, tez yozib beradi deydi va bu narsa to'g'ri aytasiz, yo'q, sun'iy intellekt ishlatma deysiz, xuddi u bolaga siz anudek aytayotgandek tuyulib qoladi-da, xuddi mana unda qisqa yo'l bor, buni ishlatma degandek tuyulib qolaveradi, lekin baribir ishlataveradi. O'shaning uchun mana sun'iy intellekt davrida 9-sinf bo'ladimi, 10-sinf bo'ladimi, qanday qilib o'zini tiyish kerak o'sha addictiondan? Masalan, men o'zimda bo'ldi. Bir orada aytaylik 3-4 oy
boshida u haqida o'zim yozardim, o'zim yoqardi. Keyin sun'iy intellekt chiqqandan keyin vaqtim anchaga qisqardi yozish vaqtim, chunki yozaman, fiks qilib beradi, lekin уже o'zimga yoqmay ketishni boshladi. O'zim ham yozaman desam, ideya kelmaydi miyamga. Nima yozishimni bilmayman. Shuning uchun keyin sun'iy intellekt addicted bo'lib qoldim umuman olganda. Keyin to'xtadim, buni to'xtatish kerak dedimda, bir hafta detoks qildim. Sun'iy intellekt umuman ishlatmayman writing uchun dedim. Umuman keyin bir haftadan keyin baribir sun'iy intellektsiz bo'lmaydi-da baribir. Keyin o'shaning uchun mix qilishni boshladim. Ya'ni birinchi o'zim to'liq yozaman, o'zim to'liq satisfied bo'lmagunimcha o'qimayman, keyin sun'iy intellektga uni edit qildiraman yoki grammatikasini to'g'rilataman dedim. Ya'ni o'sha narsa bo'yicha sizda qanaqadir problemalar bo'lganmi? Nima maslahat berasiz o'sha sun'iy intellekt plus writing? Shu o'zi sun'iy intellekt masalasi bu butun dunyoda hamma sohalarga krizis bo'lib ketyapti. Ya'ni nima? Kreativityni o'ldirib qo'yapti. Dasturlashda ham aynan bizning sohada juda ko'p sohalarda kreativityni o'ldirib qo'yapti. Endi mana bunaqa narsada hozir LinkedIn o'qib turaman, Telegram o'qib turaman. Katta vazirliklar yoki vazirlarning o'zlari yoki natijaga erishganlar, hatto o'zbek tili, ingliz tili yozib tursin, o'zbek tilini ham ChatGPT bilan yozdirishyapti. O'qisa bilinadi-da, lekin bilmayman o'zlari tushunishmayaptimi. Ya'ni o'qigan odamga juda aniq qiladi. Endi tasavvur ko'ring, universitetga topshirayotganda siz butun hayotingiz hal bo'ladigan narsa nima deydi? Potential edi. Bu bir boshlanishi bo'ladi. Hal bo'ladigan joyda siz sun'iy intellekt ishlatyapsiz. Men prostadek post sun'iy intellekt yozilganini ham o'qishni yomon ko'raman masalan. Ular endi tushunasiz. O'ylaydiki, shu hayot bu o'zini qilayotgan ishiga hurmati yo'q ekan. Biz qilayotgan ishga ham, o'zi qilayotgan ishga ham hurmati yo'q ekan degan narsa bo'ladi. Ya'ni bu hech narsa o'zgarmagan. Hozir prostadek sun'iy intellekt chiqib keldi. Bu sizlarga masalan ishlatmagan odamlarga foyda bo'lishi mumkin. Nimaga? Sababi juda ko'p kuchli bolalar yozishni bilishmaydi, majburan sun'iy intellekt ishlatishadi. Rejection bo'ladi. Ya'ni sizlarni raqobatchilarni o'zidan-o'zi sun'iy intellekt yo'qotib beryapti-da, yo'l qo'ymaslik kerak, sizlarni ham yo'qotib yuborishga. Ya'ni menda shunaqa bo'lgan, kuchli bo'lganman. Rostdan, masalan, o'zim qatori manchalik ko'p narsa qilmagan bolalar bo'lishi mumkin. Ular top ligalarga kirib ketishdi, men kira olmadim o'tgan yili masalan. Masalan, sababi sun'iy intellekt bo'ldi. Masalan, men sun'iy intellekt ishlatganman esimga, sababi literally vaqtim qolmaganda, ya'ni rostdan vaqtim yo'q edi. Bekorga men rejection vaqtingiz bo'lmasa ham rejection olgili kelmasa topshirmanglar. Bo'lmasam o'zingizlar tez yozinglar. Yoki ustozingizga tekshirtiringlar, ustozinglar yozib bersin. Sun'iy intellekt bo'lmasin-da. Endi ba'zilar yo'llar bor, masalan, yozib bo'ldinglar, mas tayyor turibdi. Qanaqadir kitoblar bo'lishi mumkin, Shakespeare, Hemingway, katta masalan ingliz adiblarini masalan kitoblar bo'lishi mumkin. Ulardan masalan parcha olib, ulardan qanaqadir implementatsiya, integration qilishni o'ylab ko'rishinglar mumkin masalan. Buni ham masalan sun'iy intellekt yozib bermaydi, o'zingizlar o'tdagi qanaqadir frazalarni ishlatmoqchi bo'lishinglar mumkin. Sababi o'zi nimaga ko'p odam ishlatgisi keladi sun'iy intellekt aytingmi? Sababi ular successful personal statementlar o'qishadi-da, chiqib ketgan-ku, qarashi ular nerealni zo'r yozilgan-da. Juda zo'r yozilgan. Hozir men unaqa yozmasam, hozir qolib ketaman degan fikr bo'ladi-da. Aynan o'shan oldini olish uchun mana shunaqa narsalar qo'llagan yaxshi. Meniki ham masalan agar men shunaqa kitoblarni ishlatmaganimda hech qachon bunaqa yoza olmas edim o'zim yozganim. O'shaning uchun ko'proq kitob o'qib o'shadagi frazalarni ishlatish kerak. Lekin sun'iy intellekt o'zi hali u darajaga kelmadi. Balkim qachondir u darajaga kelar, balkim 2 yilda, 1 yilda. Hozir emas. Hozir iloji boricha sun'iy intellektga yordamchi qilib, baribir o'zi brainstorm qilish. Brainstorm. Ya'ni o'zi boyagi narsa ham to'g'ri. Masalan, biz ham kanallarda yoki boshqa joylarda post yozmoqchi bo'lganimizda, sun'iy intellektdan iloji boricha foydalanmaslikka harakat qilamiz. Nimaga? Chunki bu hurmatsizlik. Ya'ni biz o'qib turgan odamlarga hurmatsizlik. Chunki ko'p tekst bo'lishi bu endi hozirgi vaqtda emasda, ya'ni maqtanadigan narsa emasda. Chunki sun'iy intellekt xohlasa 5000 talab so'z yozib beradi-da, lekin ko'p tekst bu sifat degani emas. Shuning uchun kamgina bo'lsa ham o'sha odamning qo'li bilan yozilgani. Bu muhim emas narsalar bo'ladi, ya'ni bitta tekstlar bo'lishi mumkin. Tezroq yozib qo'yish kerak bo'ladigan bo'lsa, sun'iy intellektdan foydalanish kerak. Lekin kollej essaylar baribir sun'iy intellektsiz o'sha odamning xatolari bilan, o'sha kamchiliklari bilan yoziladigan, chiroyli ko'rinadigan narsa. Personal statement. Siz hayotingiz haqida ketyapti bu narsa. Ya'ni yo'l qo'yib qo'ymaslik kerak. Ingliz tilini bilasizlarmi? Biroz yozinglar. Shunaqa. Endi o'sha writing bo'yicha oxirgi savollardan bittasi. Boyagi reflectionlar yozyapti. College essaylarni
boshidan yozishni o'ylaydi-da hamma. Masalan, 8-sinf bola men personal statementga nima yozaman deb o'ylab yuradi. Yoki 10-sinf hali 10-sinf endi boshladi. Personal statementga nima yozaman deb o'ylab yuradi. Ya'ni college essayda kutib yuradi-da keyin mana avgust keladi, deadline'ga 1-2 oy qoladi, keyin yozishni boshlaydi. Ular masalan boshidan college essay yozgisi keladi, o'sha ideya bilan yuradi. College essay common app'da promptini qo'yib qo'yadi ko'zini oldiga, xuddi u yozayotgandek his qiladi-da. Keyin vaqt o'tib ketib qoladi. O'shaning uchun nima maslahat berasiz? Masalan, aytaylik, avgustgacha emas, mana yozgacha, mana yo topshirishidan birinchi yozgacha, aytaylik, u qachon bo'ladi? 10-sinf tugatib, 11-sinfda boshlang'ich yozgacha men maslahat berardimki, полностью reflectionlar yozib yurishdi. Bundan nima oladi ular? Skill rivojlantiradi, writing skill rivojlantiradi va ikkinchi rivojlantiradigan narsasi, ya'ni informatsiya bazasini rivojlantiradi. Ertaga qanaqadir unga savol kelib qoladigan bo'lsa ham, unda yozgan narsa bor, o'ylagan narsalari bor, taq qo'yadi stolga. Xuddi u kartalarni yig'ib yurgandek. Undan keyin o'sha college list tayyor bo'lgandan keyin specific person statementni boshlab, supplemental, gap year statement, school change statementlarni yozsa, o'shanaqada o'sha zo'r bo'ladi deb o'ylayman-da. Sizda qanaqa fikr o'sha narsa bo'yicha? Shunaqa. Endi masalan menda o'zim maslahat bergan bo'lardim. Masalan 8-sinf bo'lishadimi, 9-sinf bo'lishadimi? Ko'proq application haqida ma'lumot olishsin vaqtlikdan. Mani kesimda unaqa bo'lmagan. Hozir raz imkoniyat bormi? Hamma o'rganyaptimi? Sizlar ham masalan 8-sinf bo'lsa ham, 9-sinf bo'lsa ham umumiy application, early decision 1 nima, early decision 2 nima, qanaqa supplemental promptlar bo'lishi mumkin, personal statement promptlar qanaqa, va bilib qo'yaverishsin. Faqatgina bilishsin, umuman yozishmasin essay. 1 yil, 2 yil davomida masalan agar yozib bo'ladigan bo'lsa 3 oy davomida faqat brainstorm qilish kerak. Umuman yozmas kerak. Ya'ni yozmas kerak deganda nima? Masalan chiroyli yozishga, draft qilishga harakat qilmas kerak. Faqat brainstorm narsalarni, ideyalarni yozish kerak. Oxirida zo'r narsa kelib chiqadi. Menda masalan bilmadim 30 dan 40 dan ortiq draft bo'lganda personal statement o'zi. Juda ko'p bo'lgan. Bu birinchidan o'zim xatoyimdan bo'lgan, sababi brainstorm qilmaganman oldin. O'sha oxirgi vaqtga taqalib men ko'proq brainstorm qilishga majbur bo'lib qolganman. O'shaning uchun oldindan qilib yurgan menimcha ancha foyda bo'ladi. Qo'shilaman oldindan qilib yurishga. Zo'r. Mana biz gapingizga qo'shilaman. O'sha baribir boshidan admissions o'rganib yurish kerak, lekin o'sha admissions o'rganib yurib, faqat bolalar boshida taqato qilishadi-da. Admissions ichiga juda kirib ketib qoladi-da, anu taraf ketadi o'zi. Kim qanday kirgan, kim nima qilgan, essaylarni qanday yozish kerak, ya'ni universitetga tayyorlanayotgandek harakat qiladi-da, o'zini rivojlantirish o'zida esidan chiqib ketib qoladi. Ya'ni ichida nimadir proyekt qilganmi, o'sha narsani ozgina bo'lsa ham o'sha nomini qo'yib olib, srazu o'sha qog'ozga tushirish. Ozgina bo'lsa ham aytaylik unda extracurricular kammi, nimadir proyektga qo'shilib oladi-da, ozgina o'sha ishonch keldimi, shuni qilganiga, shuni holatda LinkedInga tiqib qo'yadi, u yoqqa tiqib qo'yadi. Bu yoq zo'r-da, lekin bu yoqda o'z hech narsa yo'q. Bu yoq mana bu zo'rlari bu yoqqa mana buni ko'tarishga ulgurmay qoladi. Chunki bu yoqda band bo'ladi, olimpiada qiladi, o'qiladi, gapira olib, masalan sizga o'xshab, yaxshi bu tarafni ham ko'tarib olsa, chiroyli story bo'ladi, hamma narsa zo'r bo'ladi. Shunaqa. Endi eng muhim taraflariga kelamiz. Mana shu academics ham, ya'ni extracurricular activities, honors, writing hammasi bitta joyga olib boradi. Bu hammasi o'sha bitta applicationni yig'ib universitetlarga jo'natish. Lekin uni o'zini ham bitta ilm bo'lib ketgan. Uni hozir o'sha marketda ham programmalar bor, ustozlar bor, yordam beradigan har xil. O'sha admissions o'zingiz experience'laringiz qanaqa bo'lgan? Universitetlarni qanaqa tanlash kerak? Qanday tanlagansiz? Nima desa bo'ladi? Early decision degan narsalar bor. Faqat Amerikaga topshirish kerakmi? Nima o'sha narsa haqida fikrlaringiz? Umumiy admissions haqida endi. Shunaqa. O'zi admissions o'rgansangiz tez tushunadigan narsa-da, sababi hozir resurs juda ko'payib ketdi, lekin shunga qarab ham juda ko'p odam masalan tushunmas ekanda. Men hayron qoldim, masalan, oddiy narsa bor. Common data set degan narsa bor har bitta universitetda, Amerikadagi universitetlarni. Unda ma'lumotlar kiritiladi. Nechta odam qabul qilgan, nimasiga qaragan, ko'proq nimasiga e'tibor beradi. Masalan, C qismi bor, 3-qismi. Unda internationaldan nechta odam qabul qilgan, early decisiondan nechta odam qabul qilgan, ular nimani value qiladi. Standarditetlarni qanchalik value qiladi? Consideredmi, importantmi, very importantmi yoki umuman consider qilmaydimi? Shunaqa ma'lumotlar bor. Eng muhim o'zim har doim qaraydigan ma'lumot H6. Qancha grant beradi? Non-residentlarga qancha grant beradi? Masalan, ko'p odam buni ham bilmas ekan. Yana bitta muhim joylardan biri eng oxirida bo'ladi. Qaysi majorga eng ko'p odam oladi?
necha foiz, masalan computer science ga necha foiz, general studies ga necha foiz. Masalan, mana shu narsalarni asosiy universitet tanlashda qilib olish kerak. O'zi buni ko'rganingizdan keyin variantlaringiz juda sortirovanniy bo'lib qoladi. O'shaning uchun maslahat beradigan narsa research qilishda, aynan universitet research qilishda common data set ishlatinglar. Har doim albatta masalan niche.com, US News, Quest rankinglarni qarab, men qanaqadir narsalarni keltirib chiqarish mumkin. Masalan, ular nimada yaxshi bo'ladi? Aynan qaysi joyda yaxshi bo'ladi? Umuman admissionga keladigan bo'lsak, men o'zi 1 yil topshirib, o'sha yili uncha ko'p narsani bilmaganim uchun o'zi 1 yil topshirganingizdan keyin o'zidan o'zi masalan rekomendar o'sha qanaqa bog'laysiz, qanaqa emaildan bilasiz, qanaqa school domain olasiz. U narsalarni o'zi bilganman. Gap yerimdan keyin o'zi smooth topshirganman. Juda ko'p odamlar bilmasin, early decision nima yoki restrictive early action nima. Bu narsani o'rganib qo'yish kerak. RA masalan top universitetlarda ko'pida bo'ladi. Early action faqatgina bitta universitet topshirasiz, qolgan universitet topshira olmaysiz. Lekin bu binded bo'lmaydi. Ya'ni o'qishga majbur emassiz agar qabul qilinsangiz. Masalan, early decision teskarisi. Xohlagancha early topshirsangiz bo'ladi, lekin agar aynan shu universitetga qabul qilinsangiz, majbursiz o'qishga. Men aynan bu yil restrictive early action qilmadim. Birinchi yil early action Minerva universiteti qildim. O'sha 3% acceptance rate'ga ega, unga qabul qilindim. Grant bilan Oberlin college'ga qabul qilindim. 1% international student qabul qiladi, unga ham qabul qilindim. Keyin o'sha yil Elurt umidi stipendiyasi o'zi ko'p o'zbeklar bilishadi. Unga ham qabul qilindim. Aynan University Bristol universiteti bilan. Early decision 2 da, ya'ni 1 bo'ladi, 2 bo'ladi. Men aynan early decision 2 da, ya'ni o'qishingiz majbur bo'lgan binded admissionda University Chicago'ga qabul qilindim. Va o'zi enroll qilib bo'lganman. O'zi officialniy studentiman University Chicago. Shunaqa bo'ldi asosan. Ko'proq videolar ko'rish kerak. Masalan, o'zbeklar hozir ko'p chiqaryapti, marketda aytdingiz, ChatGPT bilan ko'proq gaplashish kerak. Ya'ni aynan admissionni structurali joyda sun'iy intellekt ishlatish juda katta yordam beradi. O'shaning uchun ishlataverish kerak, xohlagancha. Shunaqa bo'lgan menda. Zo'r. Endi boya aytdingiz, masalan, har bitta universitetda o'zini prioritet beradigan tarafi bor. Intellekt Chicago asosan fan bo'yicha e'tibor beradi, bilim bo'yicha, ilmga. Garvard bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir political yoki o'sha ijtimoiy dunyoda mashhurroq o'sha narsa bo'yicha qiladigan. Stanford bo'ladigan bo'lsa, startup biznes kulturasiga qaraydi. O'sha narsani bolalar qayerdan o'rgansa bo'ladi? Masalan, veb-saytiga kirsa, Stanford ham hamma narsada kuchlidek ko'rinadi. Garvard ham xuddi shunaqa ko'rinadi. U narsani ko'pchilik aytishadi, o'sha college fit deydi, bu bundan kuchli deydi. Lekin masalan, endi admission kirib kelgan bola bu narsani qanday topsa bo'ladi? Nimalarga qarash kerak? Qaysi resurslardan ko'rish kerak uni? To'g'risi oldingi vaqt bo'lganda, masalan 2 yil oldin bo'lganda research qiladigan usullarni topib aytardim-da. Hozir unaqa demayman. Masalan, prosta aytinglar, universitet listlarini ChatGPT ga beringlar, shunaqa zo'r chiqarib beradi. Ya'ni University Chicago nimani value qiladi? Eng qizig'i bu to'g'ri chiqaryapti-da. Ko'p sinab ko'rdim, rostdan to'g'ri chiqaryapti. Ya'ni University Chicago aynan nimada yaxshi, nimalarni e'tibor beradi? Masalan, Nobel mukofotini olganlar juda ko'pda University Chicagoda. Menimcha dunyo bo'yicha ekonomikada 2-chi, umumiy 4-chi rankingda turadi. Masalan, o'shanaqa, chunki hozir o'zi large language model degan, ya'ni dunyoda resurs juda ham ko'payib ketdi va sun'iy intellekt bunda train yetarlicha qilingan. Aynan mana shunday narsalarda ishlatsangiz bemalol bo'ladi. Yoki Gemini'ning deep search'ini ishlatasizmi? Research qilishda ishlataverish kerak. Yoki men nima qilaman? O'zim research qilish usulim Gemini, Cloud, ChatGPT ni ishlataman, Google ishlataman. Google'ga research qilasiz, birinchi, ikkinchi, 3-pejidagi veb-saytlarni qaraysiz. Hammasiga kirib chiqasiz, ChatGPT javoblarini ko'rasiz, bo'ldi. Shu yetarli e'tibor tortadi har bir narsaga. Shunaqa qilgan hozirgi zamonda, aynan sun'iy intellekt erasida eng to'g'ri yo'l. Shunday college admissionsda writingdan boshqa hamma joyga AI'ni zo'r qilib majburlab, hamma qotdi, bitta siz qilmayotgan bo'lasiz agar ishlatmasangiz. Sun'iy intellektni o'sha majburlab ishlatish kerak o'sha taraflar. Zo'r. Xo'p, endi bitta odamlarda O'zbekistonda bitta narsa bor. Ko'pchilik top universitetlar haqida eshitishni, o'rganishni, bilishni Garvarddan boshlashdi-da. Ya'ni u degani nima degani? Biz pastdan tepaga chiqmadik-da, tepadan pastga tushyapmiz-da. Masalan, hozir aytishim mumkin, deylik hozir
bizni ko'rib turganlar ba'zilarda bo'lishi mumkin-da, shunaqalar ko'p. Bu Chikagoga kiribdi, Garvard emas-ku, unaqa emas-ku. Ya'ni Chikagoni ko'pchilik o'zbeklar bilmaydi-da. University of Chicago desa, qaysi biri uni green carddachilar ketadigan nima deydi? Chunki Chikagoda ham ko'p universitetlar bor, kirish oson. Masalan, Illinoisda bir ikkita universitetlar bor, kirish oson, viza berish qiyin universitetlar bor. University of Chicago bo'ladigan bo'lsa, o'sha umumiy bitta katta mega bitta powerda u ham. Chunki o'sha polniy political tarafdan qarasa ham, downtown o'rtasida joylashgan, o'sha yerdagi polностью Chicagoga hamma narsaga bog'langan. Chicago nimasi kuchli mana masalan biz o'zimiz bilamiz, kam auditoriya biladi, lekin umumiy ko'rib turganlar faqat Garvard deb yurganlar, masalan Yale ham Garvard levelda bo'ladigan bo'lsa почти, lekin unga solishtirmaydi. Yoki aytaylik Chicago nimasi bilan mashhur? Siz Chicagoni o'sha O'zbekistonda trend qiladigan bo'lsangiz nima degan bo'lardingiz Chicago? Shu aytganingizdek, endi aslida masalan shunaqa fulfillment qanaqa nima desa bo'ladi? Odamlar bilishi o'zi kerak, to'g'ri. Chicago haqida ko'plar hozir Garvard masalan, tashi Stanfordni ham bilmasligi mumkin, masalan MITni bilishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Umumiy olib qaraganda ular bilmasligi bizga qanaqadir zarar bermaydi. Lekin bilishi ularga foyda berishi mumkin. Ya'ni o'zi biladigan odam bilsa, o'zi o'quvchiga o'zi foyda. Endi University Chicagoga keladigan bo'lsak, ekonomikada bu o'sha ARUVda birinchi o'rin turadi, mutlaq birinchi. Ko'p saytlarda har doim top 3da keladi. Matematika bo'yicha ham har doim top 10da turadi. Men aynan o'zi matematika va applied AI o'rganaman. Ya'ni Nobel mukofotlari eng ko'p chiqadigan universitetlardan bittasi. Masalan, endi boyagi narsaga borib taqaladi, university fitga. Ya'ni ko'p research qilmagan odam o'z-o'zidan bilmaydi. Qaysinga mos, nimaga mos. O'shaning uchun ko'proq o'sha nima desa bo'ladi? Hype qilinuvchi kerak. Xudo xolasa o'zi yaqinda boshladi. O'tgan yildan o'zi ikkita o'zbek kirdi. Hozir ikkita undergrad o'qiyapman, 3-chisiman o'zi o'zbeklardan. Sekin-sekin ko'proq odam kiraversa boshlashadi. Sababi Garvardga ham birinchi ancha oldin kirishganda. Ya'ni Chicago o'zi o'tgan yil kirishdi. Endi masalan keyingi yil yana kirishsa, balkim u ham shu darajaga chiqar. Stanfordga masalan nima ko'p odam bilmaydi, sababi o'zi bitta o'zbek bormi? Shunaqa adashmasam. Ya'ni qancha ko'p odam kirish boshlasa, shuncha odamlar tanishib boshlashadi. Yana bitta narsa, shu to'g'ri hype qilinishi kerak-da, ya'ni. O'shanda shunda to'g'ri bo'ladi. Masalan, nimaga boy aytdingiz? Illinois, Chicago masalan kirish oson, lekin viza olish qiyin universitetlar. Ular ba'zi joylarda juda ko'p hype qilinadi. Masalan, bizning studentimiz umumiy miqdorda $1 million grant oldi. Aslida topshirgan odam oladigan narsada. O'shaning uchun to'g'ri narsani to'g'ri hype qilinsa, o'shanda yaxshi bo'ladi. Bitta qiziq MITning bitta veb-saytida qiziq artikl bor-da o'zini. Kirganda har doim o'quvchilarga ko'rsataman. Shunday birinchi pejga kirganda ozgina pastga tushganda savol, katta artikl nomi A World Without MIT degan narsa bor-da, ya'ni dunyo MIT siz nima bo'lardi degan. Ya'ni MIT da sen o'ylaganingdan ko'ra doimiy ishlatadigan, kunlik ishlatadigan yoki atrofingda bo'ladigan ko'p narsalar o'sha MIT da tashkil topgan bo'lgan degan artiklda, ya'ni har telefonni qaysidir nusi yoki mashinani qaysidir qismi MIT da o'ylab topilgan o'sha narsa degan. O'sha Chicago haqida ham o'sha narsa bo'yicha ko'rib chiqdingizmi? Masalan, odamlar o'ylashi mumkin-da, doimiy ko'zimiz oldimizdagi narsalar o'sha Chicagoda o'ylab topilib, o'shan tomonidan professorlar yoki Nobel mukofotlarini ham bekorga olmaydi-yu. Shu 104 ta Nobel mukofoti bor. 104 ta Nobel mukofoti qachon beriladi? Nimadir yangi narsani kashf qilsangiz beriladi. O'sha yangi narsalar bo'lmaganda balkim dunyo hozirgi darajasi bo'lmas. Endi ekonomikada birinchi o'rin-ku. To'g'ri. O'z-o'zidan aytishimiz mumkin. Agar Chicago bo'lmaganda dunyo ekonomikasi bunchalik bo'lmas. Shunaqa deyishimiz mumkin-da. Shunaqa o'rganilmagan. Ekonomikada mana shu eng hegemon markazlardan bittasi. Shunaqa. Adashmasam, o'tgan yil O'zbekistonga kelganda ham bitta yaqin o'rtog'imiz bor, Abdurashid aka degan, o'sha Chicagoda masters qilyapti, ekonomika bo'yicha aynan. O'sha Why Nations Fail degan kitob bor, hamma hozir biladi. Nega mamlakatlar tanazzulga uchraydi degan kitob hozir O'zbekistonning marketlarida ham ancha mashhur. O'sha professor adashmasam Chicagoda dars beradi. Adashmasam o'sha Abdurashid bilan gaplashganimizda shunaqa edi. Umumiy olganda Chicago ham o'zi ko'rsa ham kampuslari ham вообще bahaybat Hogwarts anonsini beradi. O'zi Harry Potter ham qanchadir qismlari olingan ekan. Endi o'sha admissionsga mana hamma narsani qilib kelgan bola, admissions
bo'yicha o'sha resurslar, mentorlar, o'sha narsa haqida nima deysiz? Qanchalik mentor topish kerak yoki mentor kerak emasmi umuman? Qanaqa? Mentor kerak. O'zim ham Ioneer degan bor. O'sha freshman Ioneer yana juda ko'p marketlar bor. Nima deydi? Admissionni o'rgatadigan. Ioneerdan full support olganman. Full supportni menga full financial aid deb berilgan, ya'ni potensial ko'ringani uchun hech qanaqa loansiz qaytarmaysiz. Berilgan. Olish kerak agar imkoningiz bo'lsa. Agar full financial aid yuta olmasangiz ham menimcha ancha foyda beradi baribir. Potensialingiz bo'lsa ko'plar hozir berishyapti. Ya'ni faqat menga o'qisang bo'ldi, sen kirgizib beraman deyishyapti. Yani keyinchalik to'g'ri yo'lda ishlash uchun. Agar masalan yo'q joydan olmoqchi bo'lsangiz, menimcha pul to'lab olgan ham qanaqadir ma'noda o'zingizga birinchidan ishonch beradi, ikkinchidan ancha foydalari ham bor. Zo'r. Shunda siz hozir aytaylik, siz hozir aytdingiz, menda ham o'sha mentorlar bo'lgan, demoqli kemplarga borgansiz. Siz o'sha qachon boshlagansiz? Qancha vaqt davomida o'sha foydalangansiz? U yoqda asosan nimalarga e'tibor berish kerak mana studentlar mentor olayotganda? Shu Ioneer oxirgi 3 oyda boshlanadi, ya'ni oktyabr boshida boshlaganmiz. To'liq essaylarga, asosan essaylarga. Endi baribir extracurricular an'analarni o'zingiz qilib olgan bo'lasiz. Asosan boya aytdim, essayga ham SATga qancha vaqt sarflagan bo'lsangiz, shuncha vaqt sarflaysiz oxirgi 3 oyda. Juda ko'p vaqtim ketgan, ya'ni kitoblarda essaylar yozish, draftlar, ya'ni yoqmaydi. Ya'ni oxirgi 4-5 oyda qanchadir kuningizni vaqtini baribir essayga sarflash kerak. Supplemental research qilasiz, personal statement, birinchi personal statement tugatganingizdan keyin supplementallar, keyin umumiy yana review qilasiz, ko'p odamga tekshirtirasiz. Birinchi o'rinda o'zingizga yoqish kerak, o'zingiz ko'rsatib beryapti. Masalan, men Chicagoda zo'r narsa bo'lgan. To'g'risini aytaman, supplemental essaylarni 3 kunda yozganman, oxirgi 3 kunda. Sababi initially topshirmayotgandim-da, ya'ni boshidan University Chicagoni o'qimagan edim, maqsad qilmagan edim. Sababi qiyin edi, to'g'risini aytaman, kirolmayman deb o'ylaganman. Lekin early decision binded bo'lgani uchun, ya'ni kirsangiz o'qishga majbursiz. Eng top universitet qaysi early decision offer qiladigan deganman. Bitta Chicago chiqqan eng topi. Qolganlari Rice, Vanderbiltga ular ham top, lekin eng topi va Chicago. O'shaning uchun to'g'risi bilmadim, tez yozganman 600 ta. Ya'ni Chicago supplementallari butun universitet tarixida bu yo'q, word limit yo'q, quirky. For example, birinchi anonsi what's so odd about odd numbers. Ya'ni tog' sonlar haqida nima shunchalik g'alati. Ya'ni masalan matematik formulalarni keltiradida, shuni hayotga tatbiqi. Keyin oxirgi bitta prompti bor. O'zingiz get creative and make your own prompt. Men o'zim promptimni yaratganman. O'sha undecidable problem algoritm bilan o'sha matematikaning algoritmga o'sha tarixim, buni hayotga tatbiqi. Shu haqida 600 ta so'zli essay yozganman. Keyingisi Why Chicago. Men o'ylayman, mana shu Why Chicago yozgan essay meni eng katta sabablardan biri kirishimga sababi. Ko'rsatib berganman, что borsam rostdan o'qiyman. Ya'ni o'qishimni ko'rsatib berganman-da, qanaqa darajada o'qishimni. Ularga ham men mos tushganman, men ularga mos tushganman-da. Ikkalasi to'g'ri kelgan. Nima deb yozgansiz o'sha why odd, what is odd about odd numbers degan? Uni yozmaganman. Uchta tanlasa bo'ladi-a? Tanlasa bo'ladi. Oxirgisi o'zingiz get creative and make your own prompt. O'shan qilganman. Unda siz o'sha tarixingiz haqida gapirib bergansiz. Shunaqa tariximni ko'proq promptga bog'laganman, ya'ni undecidable problem. Odamlar ko'p hayotini optimal yaratishga harakat qiladi. Agar uni harakat qilmasa, nimalar sodir bo'ladi? Shunaqa aniqroq ijodkorlar ketgan. Zo'r, 3 kunda yozgan bo'lsangiz, baribir o'sha stressda, uni ortida yozgansiz, lekin baribir o'sha o'zingiz yozganingiz uchun narsa kamchiliklaringiz bilan chiroyli chiqadi. Inson sifatida perfect narsani kutishmaydi. Shuncha chiroyli narsani kutishadi. Shunaqa. Xo'p, endi topshirib bo'ldingiz. Chicago javobi 18-fevral chiqdimi? 13-fevral. 13-fevral chiqdi. 13-fevral chiqqan bo'lsa, qanaqa bo'ldi reaksiyalar? Kim bilan ochdingiz? Baribir kutmagan bo'lishingiz mumkin, masalan, kiraman deb. Shunaqa, reaction videoni men o'zi olmoqchi edim, lekin o'tgan yil rejectionlarni ko'p ko'rganman-da, olmayman deb bu yil niyat qilgan edim. Oson bo'larkan. Ish qilib Ellerton videoni ham yutganman-da. Ellerton videoni 2 kun taqdirlash o'quv seminari bo'lgan, 13-fevral kuni. Kelganman, soat 2:30 chiqadi. Aslida uxlab keyin turishim mumkin edi, lekin biz kam qolgan kutib uxlamaganman.
rajobini ko'rib keyin uxlamoqchi edimda. Rejection bo'ladi deb o'ylaganman. Keyin ko'zimni yumganman. Bunda olib qarasam nimadir o'ynayapti-da. Shokdaman. Nima o'ynayotgan bo'lishi mumkin? Sразу ochdim. Congratulations turibdi. Boshida shok bo'lgan. 500 rostdan kirdim sababi endi Oberlin, Minerva bunaqa narsani bera olmaydi-da. Ichikaga haqiqiy dunyoda mana shu eng top universitetlardan bittasida. Juda xursand bo'lganman. Keyin birinchi adam uyg'otganman. Shu adam uyg'otganman. Oberlin, Minerva uyg'otmagandim. Aynan Chicagoda uyg'otganman. Bo'ldi, bundan zo'r bo'lmaydi deganman. Bundan zo'r bo'lmaydi deganman. Keyin shunaqa hech kim bilan reaction video ham bo'lmay qoldi. Endi anu kelyapti. Sovg'a, package, shal, kiyim, kepka, o'shanda unpacking video qilishim mumkin. O'sha kelsa, xudo xolasa. Xo'p, endi shunda shu yil o'qishni boshlamoqchimiz? Xudo xolasa sentyabr 20 o'zi trimestr bo'ladi. Ikkita universitet menimcha Stanford bilan Chicagoda shunaqa. Sal kechroq boshlanadi qolgan universitetlarga nisbatan. Sentyabrda ketaman. Ba'zi hozir ko'rib turganlar, masalan, Amerikaga ketish qiyin deb o'ylaydiganlar, Meksika orqali ketish ideyasi borlar, aytish mumkin, bunga viza bermaydi deyish mumkin. Nima deysiz shularga? Endi meni viza bo'yicha to'g'risi anovim yo'q, tajribam yo'q. Endi surishtiramiz. Men aytmoqchi bo'lgan narsam umumiy olganda o'sha amerikaliklarni o'zi ham arrang kiradigan joyga o'sha O'zbekistondan xalqaro student kiryaptimi, tem boley 100% grant bilan vizani suhbati agar katta muammo bo'lmaydigan bo'lsa, oilada yoki o'sha tarixda qanaqadir kriminal bo'lmaydigan bo'lsa, umuman muammo bo'lmaydi, chunki shu vaqtgacha ham aytaylik ko'pchilik shunaqa aytaylik Chicago bilan Garvardlarning leveli почти bir xilda. Unaqa leveldagi universitet bo'lgandan keyin o'zi masalan siz borib nima maqsadda Amerikaga ketyapsan desa, o'qishga desa, qayerga o'qimoqchisan desa, mana Chicago, University of Chicago desangiz o'sha tushunadi-da, chunki uni ham u odamni ham biladi-da, uni levelini, darajasini. O'shaning uchun bu narsalarda viza bo'yicha muammo yo'q. Amerikada shunaqa narsa bor, o'sha oson universitetga kirish oson, viza olish qiyin. Qiyin universitetga kirish qiyin, viza olish oson. Shunaqa. O'xshamaganda nima qilardingiz? Chiqaysiz. O'zi men o'xshamasligiga ko'proq ishonmadim. Ardiyda o'xshashiga endi hech kim yuz foiz ishonmaydi va hammasi xudodan. O'shaning uchun Ardiyda kutayotgandim. Ardiyda zo'r universitetlar bor edi. Hamma Ivy'lar deyarli. Northwestern o'zimga yoqotdi. Shu Chicagoni oldida. Shuni kutardim. Agar bo'lmasa, masalan, Egerton bor, Safety'larim bor, Oberlin bor. Shular ketmoqchi edim. Lekin Chicagoni baribir bera olmas edi hech qaysi. 3 ta bera oladigan universitet bor edi. Stanford, Garvard, Chicago. Shu uchalasi Dream University edi. Qolgani masalan Ivy'lar bor, boshqalar bor, bunchalik emas edi-da. O'shaning uchun Xudoga shukr. Zo'r. Faqat Amerikaga topshirish kerakmi? Nima o'ylaysiz? Boshqa joylarda bor o'qish ta'limlar, Gonkong hozir ancha rivojlangan, ya'ni rivojlangan deganim o'zbeklar ko'p boryapti. Nima deysiz u narsa? Meni kesimda faqat anuga topshirganman. Elliot yutish uchun Angliyaga topshirganman, UKga, lekin faqat US ga topshirgan emas. Sababi endi bu yil ham shu o'zim passionlarim birinchidan US ga mos edi. O'shanda qilmoqchi edim. Ikkinchidan shu ishonardim nima bo'lsa ham US ga ketishga. Yoki Elliot or without degan narsa bor edi menda. O'shaning uchun agar sizlarda safety bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, men 100% maslahat beraman. Gonkongga, Koreyaga topshirish kerak. 100%. Sababi safety menda o'tgan yil masalan birinchi topshirishda safety umuman bo'lmaganda. Lekin bitta joy bor, agar safety bo'lganda o'sha safety ketib qolishi mumkin edi. Shu joy ham bor. O'shaning uchun agar gap yerda bo'lsangiz, safety yordam qiling. Nega o'tgan yil Jukunshan ketmagansiz? Sabablari ko'p. Birinchidan o'zim bundan ham zo'riga kira olishga ishonganman. Ikkinchidan ikkinchi O'zbekistonga shifoga kelmagan, Xitoy tilini o'rganishim mumkin. Osiyo tarafi o'zi sizga uncha o'zingizga yoqmas ekan. Personalni. Baribir Jukunshan ham aytaylik yomon universitet emasda, ta'limi, boshqa narsasi hammasi. Duke University o'zi zo'r universitet. Zo'r. O'sha qaroringiz baribir to'g'ri qaror bo'lgan ekan, chunki hozir agar u qarorni qilganingizda, hozir Duke University of Chicagoga emas, Jukunshanda ikkinchi kurs bo'lib yurgan bo'lardi. Yaxshi, zo'r. Xo'p, endi oxirgi savollarimizdan bittasi, savol ham deb bo'lmaydi u. O'sha auditoriyaga nisbatan o'sha nima maslahatlar bergan bo'lardingiz oxiri o'sha yana topshirayotgan yoki ardida javobini kutib turgan bolalarga baribir shu narsadan siz o'zingiz o'tdingiz. Ya'ni men harakat qilaman, baribir natijasini oxirida ko'raman degan narsa bo'lgan. O'shaning uchun sizlar ham hech kim qo'rqmaslik kerak.
oxirigacha borish kerak. Agar fail bo'ladigan bo'lsa, nimadir xato ulardan o'tgan yokida yaxshilikka bo'lgan. Shu ikkita narsa bo'ladi. Bu birinchi maslahatim. Ikkinchi maslahatim, hech qachon qolgan kompetitorlardan qo'rqmaslik kerak. Ya'ni ko'plar masalan ba'zilar yozadi-da, men yoshligimni o'tkazmagan ekan. Men masalan o'zim qilgan ishlarimni qilsam, yoshligimda juda ko'p narsa qilmagan ekanman deyshadi. Men masalan yoshligim menimcha juda ko'p vaqtini bekorga sarflaganman-da. Ya'ni sarflamagan bo'lganimda agar ham IMOda medalim bo'lgan bo'lardi, ham IOEda medalim bo'lgan bo'lardi, ham hozir Chicagoda o'qigan bo'lardi. Ya'ni uchalasi birga bo'lardi. Ya'ni agar harakat qilsangiz, ixtiyoriy odamdan o'tib ketishi masalan sizga yaxshi bo'ladigan darajada imkoni bor. Oxirgisi har doim duo qilish kerak. Har doim so'rash kerak Allohdan. Zo'r. Biz ham o'sha javobingizni eshitgandan keyin rosa xursand bo'ldik, chunki o'zi biz o'sha anchadan beri tanishmiz, anchadan beri gaplashib yuramiz. O'shani baribir umumiy olganda o'sha vaqtdan o'zi hamma narsani o'zingiz harakat qilib, o'zingiz erishib, hammasiga o'zingiz intilib, biza masalan shuncha sizni qilgan narsangizga ozgina bo'lsa ham o'sha periodda bo'lganimizda rosa xursandmiz. O'sha narsadan ko'rib, chunki bu narsa aytaylik hozir universitetga kiryapsiz, lekin hozir masalan O'zbekistondan necha kishi universitetga ketyapti va ertaga ular baribir hozir biz 2-3 yillik narsa haqida gapiryapmiz-da, ertaga 10 yil, 15 yil, 20 yildan keyin o'sha bilmadim qanaqa darajaga chiqadi, qanchalik bu narsa davlatga, o'sha aholiga umumiy olganda hammaga yordam tegadigan bo'ladi. O'shaning uchun bizning oxirgi sizdan o'sha savolimiz ham emas, o'sha aytadigan gapimiz, agar masalan bu birinchi o'sha gaplashib turgan podkast suhbat desa ham bo'ladi. Nuraziz chiqmoqchi bo'lgan, hali hamma joy sizni chaqiradi, bu qiladi, ko'p ko'rasizlar. Umumiy olganda o'sha kimlarga rahmat aytgan bo'lardingiz? Umumiy olganda o'sha sizni o'sha shu vaqtdan yoshligingizdan birinchi albatta ota-onangiz, keyin o'sha ustozlaringiz yoki o'sha o'rtoqlaringiz bo'lishi mumkin. Mana sizga bemalol kamera sizni ko'rib turadigan odamlarga bemalol rahmat aytib, ana o'qisangiz bo'ladi. Birinchi navbatda shu ota-onam, sababi to'liqligicha menga ishonishdi-da. Ishonch juda katta narsa. To'liqligicha menga ishonib, san qila olasan, ya'ni menga o'zi mashinani rulini deb bo'ladi-yu, berib qo'yishdi, ya'ni ishonishdi, menga ishonch bildirishgani uchun ota-onamga. Keyinchalik masalan 2 yil tekinga o'qidim. Aynan Farhod Haydar, Jasur Imamovlar orasida. Aynan ular tekinga o'qitib, mana shu matematikaga shu darajaga chiqarishgani uchun ustozlarimga. Boshqa ustozlarim bor, Sunnatullo Hojiyev, maktabdagi ustozlarim, liseydagi ustozlarim va men har doim birga bo'lgan shu o'z do'stlarimga. Chunki do'stlarni like-minded usullar bilan yurish ham sizga juda katta motivatsiya beradi. Shu oxirgi do'stlarimga bo'ladi. Zo'r. Rahmat. Sizga ham o'sha hamma harakat qilganlaringiz uchun, o'zingiz kelajagingiz uchun, atrofdagilarning kelajagi uchun sizga ham kattakon rahmat. Bugun kelib shuncha vaqtingizni, masalan, hozir soat 7larda bo'shagan bo'lsak, masalan, iftorlikdan keyin vaqtda, hamma ham masalan, to'xta, naq qilamiz deydi. Lekin siz o'sha shuncha vaqtingizni ayamay bizlar bilan kelib, mana soat 2 soat bo'ldimi, 2,5 soat bo'ldimi gaplashib, hamma yordam berganlaringiz uchun ko'rib turgan hali minglab odamlar ko'radi. O'shalarning nomidan biz Unlock jamoasi, ISET Tashkent jamoasi nomidan kattakon rahmat aytmoqchimiz. Rahmat. Charchaning.